Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. Bugün Uyğur Sistem ekranındakı 23-cü sanda Toğluq Abdurazaqkan bilan matematik toğruluq paranlaşıcı oturatmız. Hazırlıqca 22 qatımlıq proqram ötküzdük. Bunun içində fizika, ximiya, biologiya, kompüter texnikasiga aid söhbətlərini ötküzdük. Matematika haqqında hazırlıqca heç qanday söhbət ötküzüb baxmadıq. Bu Toğluqkan hazırlıqca özü uzun yıldan beri matematika okutucu tədqiqatı ilə şug'ullanadi. Matematika zor iştiyaqı var. Bugün Toğluqkanni matematika haqqındakı tunji programımız var. Sizlər beriş təklif qılıb. Assalamu alaykum Toğluqka. Va alaykum assalom. Qanday avval yaxshimi? Rahmat. Avval ma'u ulanishni bir evet o'tayman. Programımızdan keçib başladıq. Ben sizga evet biray. 1 minut evet bo'lma. Köyün anladık. Normal ki. Avazını normal çıkarttı. Avazını bilsin olay. Avazını normal ki. Yaxşı anladım. Ben yaxşı anladım. Onun için sizge evettim. Evettim anladın. Bu YouTube ve Facebook'ta tam tartışıldı bu programımız. Takip koysanlar texnik köpüşle paylansın. Onda olsa başlayıp gidelim. Ulanışını tapşırı aldınız mı? Toğluqka. Ulap koydum. Onda olsa ulanışını Tekrar hoş geldiniz Toğluqka. Bugün matematika hakkındaki tunji programımız var. Sizden aranış için matematik doğruluk geldiğinizini anlaş için oturatımız. Biz köpçülüğün bilgindek bu Uyğur Sistem tabi fen texnika, injenerlik ve matematika degan to'rt harfniki İngilizcedeki baş harflerinin qisqartılmasından tuzilgan bir siz olup azırıqça bu tabi fen degandek tabi sistem sahasida işlan qilyapmiz. O terbiyelayotgan o'quvchilarimizga bugun tunji qatımlıq matematik programımız Toğluqkan taklif qildik. Programımızdaki formatı şu kesbi saat qədəmlərini şu kesbi haqqında bir təklif qılmız. Onda olsa Toğluqka məncə yapılattım. Matematika münasibətlik hayatınızın bir təpəsiniz. Aldılar. Sizin əmmimiz tanıyımız şunda olsun mən də. Assalamu alaykum. İhran aldık barlıq qeyrindaşlar. Yekşənbə günlər xeyirlik olsun. Memtimin inimiz şu 2-3 günden burun şu matematik doğruluk biz azırak paranlaşsak dep telefon beriptik ya. Azırak tayyorluk kıldım. Endi özemni endi belki memnunla Tunisler dep qarayman şundaq olsa mening kasbiy jihatdagi özemni bir qisqacha bir tanıştırib o'tay. Ben unutup qoldim. Memtimin fikrimiz şu sistem degan şu torbatni yechib, şu fen texnik sohasidagi masalan sistem deganimiz science, technology, engineering and mathematics degan bu menche bir şu Uyg'ur muhacirat Uyg'urlarning ichidagi bir bo'shliq o'rnini to'ldi deb o'ylayman. Endi qarindoshlarning mushundaq kasbiy sohasiga qiziqadigan har qanday kasbliklar mushundaq o'zimizningki mushu Uyg'urlarningki fan texnik to'g'riliq mushu jihatdagi bo'shliqni to'ldirish uchun Memtimin inimizga yor yo'lak bo'lib qo'llab berishini umid qilaman. Bu bir rahmat. Ama o'zimga kelsam ben kichigimdan başlap da matematika qiziqatdim-ku. Bu matematika bo'lgan qiziqishlik hamda bir hisobda bu tug'midan bo'lgan narsa-ku. Bu mundaq deb qarashga bo'ldi. Bu mening gapim emas, olimlar shunday gaplarni degan. Men kichigimda shu esimda bor
Şu bir 5-6 yaş vaqtlarimda o deyman. Şu başqa balla, başqa bir o'yinlar bilan, ashtaqlar bilan olib ketsam, opam rahmatlik meni aytib, bir qog'ozlarni tepib berib, uni qochilab, jijab, shundaq bir o'yinchiqdek narsalarni yasatdi-da. Men shundaq narsalarga bak qiziqatdim. Masalan bir qushqashdek nimani yasagan bo'lsak, o qushqashning shu peylerini bekitadigan, uning qanotlarini sizdigan ashtaq ishlarni qilib bak qiziqatdim-da. Shuni o'ylayman, adam rahmatlik matematik fakultetiniki professori bu inim bizning shu matematikaga oid alayda qiziqib ekan deb bu adam bu menga shu mushu jihatlarni ba'zi bir kitoblarni nalarni tepib kelatdikan shu vaqtdagi kitoblarni tepib kelayotgan ishlarni men o'qib ko'ratdim. Kichigimda demak, kichigimda shunday qiziqatdim. Keyin andikin degandek o'sha o'rta maktablarda boshlang'ich o'rta maktablarda yaxshi o'qigandim. Sinfda matematikada shu oldidim. Muallimlar bergan topshiriqlarni shu muallim so'zlab o'qish ishlab bo'latdim-da, ishlab bo'lib o'zimning ishimni qilib, buni qilib yuratdim. Shunaqa qilib ish qilib endi obdan bitirdim deyman o'rta maktabda. Keyin andikin bizni qanday oldi deganda bu uzun gaplarni bu yerda deb yurishning hojati yo'q. Keyin bu medeniyet inqilab boshlanib ketdi-da. Men o'rta maktabdan birinchi sinf vaqtida medeniyet inqilobi degan narsa boshlanib ketdi. Balkim siz anlagan, lekin biz boshda 66-yildagi yilda shuni o'ylayman, o'rta maktab birinchi yil vaqtimda bizni opirib shu yeziga tushiradigan ishlar chiqdi-da. Şunu olan qandaqlarcha yeziga ketdik, shuni 10 yildakda biz shu dehqonchilik maydonlarida yurdik, uni qildik, buni qildik. Bütün shu matematika ulamdik, har qanday fan texnik darslarni vaqtida ko'ydirib tashlayotgan. U uzun gaplar balkim sizlar hikoya shaklida, rivoyat shaklida anglagan bo'lishinglar, uni biz ularni beshimizda o'tkazgancha kitaplar köydürülüp ketken, o pen texnik kitapların hemmisini burjuaziyanınki, kapitalistninki qarı nimeleri dep eştaq qilib yugurib o derslerden kaldım. Lekin şundaq dursunman hamda o'ylab baksam eş vaqtida bir jitlib ketken, bir ko'p matematik kitaplarını götürüp saralar yurgan vaqtlarimda ashlarni hisoblab birini bilan qilib yuratdim kendimde. Keyin endigi oliy maktab imtihon berish keldi, shuningla oliy maktab o'tib ketdik, oliy maktabda o'qidik. Shunaqa qilib yurib, keyin endigi 78-yillari matematik fakültetiga kirib o'qidim. Matematik fakülteti o'qib 4 yil u yerda o'qigandan keyin endigi bizni shu maktabga muallimlik tarbiyalaymiz deb qoldi. Yandan ish kurslarga berib, yana 1-2 yildak nima ko'rdik, shuningla matematik fakültetining rektori bo'lib qoldim. Shunaqa qilib yurib, ish qilib nega qiziq qoldim desangiz, shu eng oxirgi davrlar bor, shu graduate schoollardan 1 yildak o'qigandim-ku. Shu o'qish jarayonida pure mathematics, ya'ni sap matematika kirishib ketdim-da. 1 yildak bu sap matematika, shu sizlar balkim angladinglar, shu grup nazariyasi degan shu Uyg'ur bolalarni yig'ib kelib dars o'tdim. Keyindan degan graf nazariyasi degan uni nim qildim. Shu shundaq nimalarni tepib kelib vaqtlarda inglizchadan xabarim bordi, ancha-muncha inglizcha materiallarni o'qib yurib, shu grup nazariyasi, graf nazariyasi deb ashta qilib yurib, Galois nazariyasi kirishib ketib qoldim oxirida. Bu Galois nazariyasi hamda hozirmishda o'tganni bir haqiqatda buna bir batlik narsani ko'rsatib qo'ydim. Uni hozir qaraydigan bo'lsa, u shundoq abstrakt, son degan narsa ko'rinmaydi-da, uning ichida matematikadagi son degan narsa asosan simvollar orqali ashlarni qilaman. Birdan turib men bu to'g'riliq to'xtayman. Shuning qiziqib ketgandan men bu Angliyaga visiting scholar qilib chiqdim 88-yilda. Ziyorat tadqiqot. Shu yerdandiki meniki asli tanlagan kasbim shu pure mathematics, andiki shu grup nazariyasini tadqiqot qilaman deb shuni qilib ketdim. Sonlar nazariyasi ham shunga bilan munosabatli bo'ldi. Shunga bilan u yerda 1 yildak nim qildim, keyin Amerikaga keldim. Amerikada North Carolina'dagi Chapel Hill'dagi University'ga meni qabul qildi, graduate school. Shuni yerda yana sap matematikada o'qidim. Keyin lekin shu 1-2 yil jarayonida shu orliqlarda men
Şu bir qancha professorlar bilan paranglish jarayonida bu professorlar menga ko'rsatgan yo'li to'liq siz bu sap matematika bilan tadqiqot qilguncha applied mathematics yani qo'llanishchan matematikada o'qigingiz shu nimamikin deydi-ku. Shuning bilan rost deganda u vaqtlarda qarab baqsam endi bu Galois nazariyasini men azroq qisqacha deb o'tsamchi, Galois nazariyasini shu nimasi ham kashfiyotchisidandir. U shu Galois degan bir 19 yoshlik bola u. 19 yosh vaqtida shu nazariyani tikilgucha qatori kirganda. Mushundaqlarda andikin qarab baqsak, endi bu u bir yer kirishib kelib, uning shu tigi yetmaydigan yerga kirishib ketgandan ko'ra asta nima qaytib shuning bilan men applied mathematics nim qilib kasbimni yo'tkab biomathematics o'qidim. Biomathematicsdan biomatematikdan yo'q, biomatematika. Shular orqali biologik hadislarni, biologik modullarni tuzib shu biologiyadagi hadislarni shuni tadqiqot qilgan bir fanda. Uning kirgandan keyin men dastlabda ansirgandim-ku. Bu men kichigimdan tortib sap matematik tadqiqoti bilan hatto u vaqtlarda men kompyuterni ishlatishni bilmadim-da. Shu ya ishonsiz ya ishonmaysiz, bizning matematik sap matematik fakulteti kompyuterni ishlatmanglar dedi. Çünkü sap matematik tadqiqot bilan kompyuter degan applied mathematics'ni qilgan ishni sap matematik tadqiqot qilganlar shu qog'ozga qo'li bilan har xil nimalarni keltirib chiqgan mushtlashlardan qildi degan o'g'andan keyin shu shuning bilan bu endi qisqartib aytgan chog'da shuning bilan men bu biomatematik almashdim. Biomatematik kirgandan keyin sap matematikadagi tushuncha bilimlar ancha ishlanmaydi deb o'zim xatolashibman-da. Men qaytib tushib applied matematik kirgandan keyin hamma narsa shundoq oydin aniqda nisbatan. Kompyuter olamdı, bütün shu nimalar tushunchalar hammasini shu sonlarni tayyor teoremlarni o'rni qo'yib shular orqali formulalarni nima qilib shu nima qildigan narsa ekanda bizga nihoyatda menga nisbatan nihoyatda oddiy tuyuldi-ku. Biomatematikani shu vaqtda nihoyatda oson bitiryaptim. Shuning bilan buni qiziqib ketib qoldim-da. Applied mathematics qiziqib ketib qolib, shu 95-yildan boshlab hozirgacha shu endi shu sap matematik sohasidagi nimadagi bilimlarni qo'llab shu nurg'un shirkatlarda ishlab keldim. Lekin ishlagan asosliq narsamiz yana shu matematika, statistika, computer science keyindan bu data science deymiz-ku, ama ma'lumot bilimi, ma'lumot ilmi degan atalım chiqdi. Shuni bilan qarab baqsak, endi biz shu o'zimizni statistikasini deydiganlar biostatistician deydiganlar ashlarning hammasi bir kechdilar data scientist bo'lib ketdik. Shuning bilan hozir o'zimning kasbim nima uchun data scientist endi qildigan ishim shu data science to'g'riliq ishlarni qilaman. Nima ma'rif bilan munosabatlik nimalarni ishlatgan, government ishlagandim, hukumatninki har xil tarmoqlarda ishlagan. Hozir mana ishlayotgan yerma healthcare industry deydi, healthcare mana shu sohada ishlayman. Undan boshqa marketing deymiz emas. Lekin mushlarning hammasi qo'ldan ishchan matematika bu yerda cho'ng rol o'ynayapti deb qarayman-da. Shu mening endi shu boshqa tarafdagilarni endi mencha qarindoshlar hammasi meni taniydi deyman. Boshqalardan bugun mishagicha o'zimni tanishtirib qo'yay. Qani boshqa savolingiz bo'lsa. Rahmat. O'z matematika atayotgan hayotingizni aytdi. Yaxshi tanishtirib berдиңiz. Sizlar berдиңiz. Sizniki nima slaydlaringizni nihoyat yaxshi tayyorlab ekansiz. Shu slayd boshlablam shu bo'chlamanamdiq. Mayli, endi vaqt biroz qisqa bo'lib qoldi. 2-3 kunning bilim bo'lgandan keyin tayyorlik balki yaxshi tayyorlab. Shunda qo'ydim, Bugungi so'zmoqchi bo'lgan mazmunim endi
Mənim inimizning təklif bo'yicha shu matematikadagi ba'zan umumiy hukmlarni qisqartib, ixchamlab, oddiylashtirib bir qur tanishtirayday deb o'yladim. Qolgan betga. Endi mindarchisi endi tuvandikcha. Dastlabda shu bir 5-6 minut vaqt chiqarib, matematikaninki tarmoqlarini tanishtirib chiqaman. Matematika, hozirgi matematika degan nima, qanday tarmoqlarni o'z ichiga oldi degandek. Endi matematikadagi eng muhim sonlar bular qaysilar? Bu to'g'riliq men bir necha qatam leksiya so'zlagandim matematikadagi eng muhim sonlar ustida. Endi balkim ba'zanlaringlar balkim bu sonlarni bek muhim emas o'xshaydi deb o'ylab kelishinglar mumkin, lekin ma'lum matematik sohasi asosan eng muhim sonlar bular deb ko'rsatdi. Endi sonlarning turlari, endi sonlar qanday turlarga bo'linadi? Mesela natural son deyimiz, real son deyimiz, irrational son deyimiz. Shundaq sonlarning turlari endi bularning bir-birisi bilan bo'lgan munosabati to'g'risida qisqacha to'xtaldim. Endi yana shu hozirgi zamon matematikada eng muhim tushunchalar, ikki tushuncha. Birisi Cartesian coordinate system, ya'ni bu hamda tuzlikdagi yoki nima tuzlikdagi tekshlikdagi coordinate system deb buni hamda Cartesian deydi, chunki men Fransiya matematikini Descartes o'z vaqtida buni tapqan, uni deydi. Andin qasama complex coordinate system. Complex coordinate system men maktabda o'qiyotgan chog'da complex degani murakkab coordinate system deb olgandichu. Endi bu endi hozircha men aytgan chog'da buni shu yana complex deb inglizchaning o'z beti og'inimiz yaxshi ekan deb complex coordinate systemsi biroz to'xtalamiz. Andin balkim sizlar anlagan bo'ldinglar, men bu to'g'riliqmi bir leksiya so'zlagan matematikadagi eng go'zal tanlama degan bir tanlim borchu, shuni bir qisqacha tanishtiraylik dedim. Bu chunki bu biroz qiziqarli. Go'zal degan narsa albatta hammadan qiziqarli narsa. Matematikada eng go'zal narsa deyilgan narsa bo'lamdi deydigan savol borda bu yerda. Albatta bor. Matematikadagi eng go'zal tanlama deganda men bugun nimaligini agar anglamagan bo'lsanglar bugun shuni ko'rsataman. Endi bunun da uzun to'xtalmayman. Mening o'zimning kasbim endi hozir shu biostatistik, shunun bilan munosabatli bo'lgan ba'zan shu statistik taqsimlashlar. Masalan, bunaqa distributions deydi, statistical distributions deydi. Shu taqsimlashlarning qisqa bir tanishtirishimiz, lekin bu yerda to'xtalmaymiz to'g'ri. Chunki u taqsimlashlarning o'zining mazmunlari, har birisining mazmuni balki 1-2 soat leksiya ketilgan narsalar, lekin men bu yerda faqat tanishtirib o'taman. Endi eng oxir to'xtalganim shu data science, ya'ni shu ma'lumot ilmi degan zot nima to'g'riliq o'zimning tayyorlagan bir slaydim bordi. Shuni bir tanishtirib o'tay dedim. Bugungi mazmun asosan mushlardan bo'ldi. Rahmat amsa, keyingi betga o'tib ketdik. Bu endi shu matematikaning tarmoqlari degan betda men bayqaydigan bo'lsanglar, men ranglar bilan olib chiqdim bu yerda. Shu yuqori taraf qaraydigan bo'lsanglar, ani ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz, arifmetika degan. Arifmetika rangli bo'lgani bu ayrim o'z oldiga bir nim bo'ldi. Chunki bu arifmetika degan endi matematikada eng qadimgi tushuncha hukm deb qarashga bo'ldi. Chunki bu nimani o'z ichiga oldi deganda biz odatda masalan kundalik turmushlarda ishlatayotgan narsa asosan arifmetika keldi. Masalan 2 kilo tuxum oldim, uni 1 kilo tuxumning bahosi qancha bo'lsa, uning 2 kilo tuxumning bahosi qancha bo'ldi? Mashinaning bahosi qancha bo'ldi? 2 mashina olsak qancha bo'ldi? Uy ichida xarajatlar, bularning hammasini qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish degan amallar sonlar bilan munosabatli. Sonlar degan tushunchani ayrim tushuntiramiz ham, sonlar degan
Şu sanlarni operasyon deymiz go, endi uni qanday qilib amallarni bejirib uni Amel beceriş, matematik amel beceriş. arifmetika deb endi mushu arithmetic deb mana bu Grekçadan kelgan nima bu? Shuni uni endi arifmetika. Bu yerda bir narsa hisoplash degan-chu ishlatmagan yaxshiroq menimcha. Nima uchun degan hisoblash degan boshqa ma'noni bildirdi. Arifmetika degan shu qadimdan qolgan bu inglizcha emas. Biz bu tilni qabul qilganlik inglizcha qabul qilganlik emas. Faqat o'z shularni şu narsalarni topgan, ijod qilgan ijod qiluvchilarning hurmatidan atalg'ular atalgan. Shunga o'xshash men bu yerda buni deyishlik sabab, shunga o'xshash men nurg'un atalg'ularni ko'rsizlar, men uni tarjima qilib yurmadim. Tercüm kısa bulamdı. Elbette tapkını oldu atalgılar. Lakin amal var şu esildeki şu nezariyeninki tapkıcılarının hürmetini bildirisi için esildeki içinde. Bu dünyavi hazır şu boyunca işletildi. Yani bir yerde kararlandı ki oturup yıldırgan bulsak bir sanma nezariyesi oldu. Sanma nezariyesini hem de asasen meydan etken çağda 3 nesge bölgünü oldu bir yerde. Birincisi ODS'ydi, tertip nazariyesi deb aldım. Bu endi tertip nazariyesi degan nima deb albatta bir yerde bir savol qo'yildi. Tertip degan nima degan chog'da biz masalan aytmoqayli. Masalan A orqali bir sonni ifodalaydigan bo'lsak, B orqali bir sonni ifodalaydigan bo'lsak, C orqali yana bir sonni ifodalaydigan bo'lsak. Agar A B'dan kichik bo'lsa, B C'dan kichik bo'lsa, A cezmen C'den küçük oldu diyen bir ufkum var. Ama bu nima degan sonlarni biz tertip bo'yicha nimqilab ifodalaymiz degan. Endi odasi yani tertip nazariyasiga nimani bildirdi deganda, mushu biz yashayotgan dunyoda mushundaq tertiplar bo'yicha tizig'li bo'lgan, silishtirg'ili bo'lgan narsalar qaysilar degan nimani tadqiqot qilgan nimani order theory deymiz. Andın grup nazariyasi. Grup nazariyasi nima degan chog'da shu algebradan bir daraja olib chiqib amallarninki toplamlar yoki sonlar yoki shuning o'sha aql jismlarning o'zlarini gruplashtirib ularning orasidagi amallarni bijirishninki qoidalari nazariyalarini tadqiq qilgan bu grup nazariyasi bo'ldi. Endi algebra degan nima degani qisqachalar buni aytgan chog'da algebra faqat sonlarni simbol orqali ifodalash deganlik. Buni bir matematikadagi bu algebraninki kelib chiqishi degan bir cho'ng bo'sish. Bu algebraning kelib chiqishi bizning ota-bobimiz bilan munosabat. Ya'ni al-Xorazmiy deganning ismini hammalar anglagan bo'ydinglar. Al-Xorazmiydan burun bu algebra degan narsa endi yo'q edi. Shu davrlarda bu qanday bo'ldi deganda, shu belgilar orqali, simbollar orqali sonlarni ifodalab, buni hammasi hali kengaytirib bo'ldi degan bir nima chiqdi bu yerda. Bu to'g'ri yani birdan balkim to'xtalamiz, lekin shunday qilib tushunsak bo'ldi-da bu yerda. Algoritm degan gap o'sha al-Xorazmdan kelgan va biz kompyuterdagi algoritm degan gap. Algebra o'zidan aslida shu nima arabcha so'z algan. Aljabr degandan kelgan algebra. Algoritm nayt to'g'ri dedingizmi? Algoritmda al-Xorazmiy ismi nima? İtalyanliklar muqqan chaqda al-Xorazmiy desa, algoritm deb ishtaq qilib endi keyin muqqan. Hozir mana algoritm degan ufqumni hammadan bilamiz ku, hammadan şu pen texnik sohasida ishlaydigan, kompyuter sohasida ishlaydigan matematik, fizist hammasi biladi algoritm degan nima. Algoritm degan faqatla mushtaq bir narsani, bir ishni bijirishning qoidalari deganligi. Retseptdagi bir narsa tamoq etishni tahrirlansak bo'ldi-da, al-Xorazm degan bir o'zbek o'g'anda shuningdan hozir shu algoritm degan atalgan ismidan algoritm deb atalgan. Men hali qiziq nima bo'lgan bir vaqtlarda-ku, men shu algoritm desam, bu nima uchun uyg'urchaga tarjima qilib, uni bir hisoblash qoidasi
Çıktı şunu oldu vay. Algoritm degan algoritmning ismi ani hurmatli uchun algoritm degan haqlar hurmatlayotgan biz nima uchun hurmatlaymiz deb javob bergandim. Bu endi sanlar nazariyasi. Bu sanlar nazariyasi endi ana tarafga yeşil nima qarayotsak bu geometriya. Geometriya matematikadagi eng qadimgi deymiz, shu Rim imperiyasi, Grek, şu vaqtdagi Misr, şu davrlarda, ya'ni 3000 yildan burungi davrlarda geometriya degan narsa şu vaqtda asl bo'lgan. Geo degan ya degan ma'noni bildirdi. Geo degan ya degan ma'noni bildirdi. Metri degani o'lchash. Şu vaqtda geometriya degan yer o'lchash deganlik gapchi. Agar uyg'urcha tarjima bo'lsa yer o'lchash. Ammo o'ylab boqay, agar u geometriyani biz atalg'ini yer o'lchash deb tarjima qilgan bo'lsak, qanchalik qalaymiqon kelib chiqadigan fiyadim bo'lsa. Shuni geometriya deb olamiz uni. Geometriya Grekchadan kelgan bu. Geometriya abay deb o'tdim bu eng qadimgi shu matematikaning eng qadimgi fanlarining biri. Bu eng keng taraqqiyotlar nimaga aylanib ketdi degan topologiya. Topologiyada to'g'riliq men azroq bir tushuncha beritay, balkim mana topologiyada qaranglar. Topologiyada jismlarninki shakli jismlarninki o'lchimi munosabatsiz bo'ldi. Faqat ularning nimasi deganda ularning o'z ichidagi bog'lanishdir. Masalan, misol ma'nolaydi. Ma'u ko'rinayotam. Ma bir top. Ko'rinadi. Ma bir top. Ma'u bir prizm. Mushu ikki shaklni topologiyada o'xshash shaklda, o'xshash jism deb oldi. Shakl emas, o'xshash jism deb oldi. Deb qarang. Shuning o'xshash ma'mu o'xshash mana ma topmi, ma'ni bilan o'xshash, topologiyada bilan o'xshash deb qaraydi. Men qilay, men ekranni cho'ngaytib, sizni cho'ngaytay. Mana qo'limda endi cho'ng ko'rinadi. Mana bundaymiz, ma'ba paralpip. Uch burunliq bir jism bor. Aniq ko'rinmay qolsa, sal egizroq ko'tarsangiz. Endi chiqdi. Bu mushu bor. Endi ma'ba, kub. Ma'kub. Mushlarning hammasi topologiyada o'xshash xususiyatli jismlar. Balkim agar dastlabki bu tushunchani qolmasangiz, balkim sal qo'lsizlar. Shunga o'xshash ma'ni qaranglar. Niyada qo'limda bir kap turdi. Bu kapning bir avayligi nima degani uchun, niyada sipining bormi, niyada to'shigi yo'q. Sipining to'shigi yo'q. Mushning bilan topologiyada o'xshash. Mana ichini ko'rsatma, stakanning ichini. Ishki var, bu kap. Bu ishkini oldu. Faqatla ma'ning bilan o'xshamaydigan yeri, ma'ning sipi Amerikada olama, sipi bir meyda sipi bor tutquli oldu. Ma'ninki sipining meyda to'shigi yo'q. Mushtan tuta olaymiz. Ma'ni bilan ma'u, o'yishmagan. Ma shaklda ma top bilan ma shakl o'xshash jism deb qaraladi. Topologiyada. Umumlashtirib bilan bir taraf qolgani. Uni nima uchun shunday bo'lganini albatta tushuntirishga nurg'un nimalar ketdi. Lekin sen o'ylab boqaylik. Bu biz bunday o'ylab boqaylik. Ma qo'limda bir parcha mum bo'lsin qaranglar. Bu mumni ma'lumotdan yonchib, uni buni qilib, buni duglak, misol top shakl keltiraylik. Agar ma bir yumshoq mum bo'lsa, ma hozir tashqi uni qilaman. Lekin bu tosh bilan ma'lumot topologiyada xususiyat o'xshash. Ammo ma'ucu ma'ning bilan ma ishki jism bu topologiyada o'xshamagan jism deb qaraladi. Nima uchun deganda, ma'ni men mayli qanday mijima, yonchima, so'zima ma shakliga alkiraklamayman. Faqat qanday ahvolda ma'ninki asldagi xarakterini buzib, shuni bir o'ttirdim, bir to'shqlashmagicha ma shakli chiqmaydi. Shunday bir tushunish bor. Topologiya degan mana addiylashtirib aytgan chaqda shunday bo'ldi. Endi ma'no kelaydi. Kap kelaydi. Mana kofe ichayotgan kapim kelsin. Ma'no bilan ma'u topologiyada o'xshash xususiyatli, o'xshab ketadigan jism deb qaraladi.
Shuning uchun qaranglar. Bu to'g'riliq ayrim to'xtalsaqmi bo'ldi, yana boshqa narsalar deyadi, matematik formula, topologiya degan tushunchani ashtaqtab tushunsak bo'ldi. Hozircha. Qani. Endi slaydni yana bir tekrar ko'rsatay. Xo'sh, endi ana keldik. Endi trigonometriya degan, endi 3 degani 3 degan gap. Trigonometriya deganimiz uch bulunliq shakllarni tadqiqot qiladigan bir fan deganlik gap. Bu to'g'riliq endi uzun to'xtalmasak bo'ldi, hammamiz bilamiz deymiz. Masalan, uch bulunliq shakl. Bu yer uch bulunliq shakl deganimiz-chi, bu tekshlikdiklar emas. Bo'shliqchigini ifodalaydi. Masalan, ma ko'rsatgan ma'lumi uch bulunliq shakl. Ma uch bulunliq shakl. Bu mumkin bunday qismni. Lekin chambar nalaydi. Chambar bunu şu nima chambarning ichidagi uch bulunlarning munosabati, buni trigonometriya keldi. Masalan, men bunda bir uch bulunni sizdigan bo'lsam, bu uch bulunninki yoyilari bilan bo'lgan munosabati, uning o'zaro munosabati, masalan, uch bulunninki, masalan, tekshlik uch bulunninki uch bulunning yig'indisi 180 gradus keldi. Shundaymi? Agar uch bulungning bir bulung 30 bo'lsa, yana bir bulungi 60 bo'lgan bo'lsa, yana birisi jazman qancha 90 bo'ldi degandek ashlarning hammasi trigonometriya kirdi. Bu to'g'ri. Ani fraktal deganni bu yerdan uzun to'xtalmaydik. Fraktal agar sizlar Google izlaydigan bo'lsanglar-chi, umumiy shu geometriya bilan munosabatlik bir xil shakl, u faqat nima deganda, masalan, qavog'i qonunki qardanchilarniki gullik shakli. Güllik şekiller. Şu güllik şekillerini şu abstraktik alda aşını kengaytib yurdigan bo'lsanglar, şu şekildeki narsalar şu kengayib ketib. Onun ko'rsatdi, ya. Fraktal değil. Fraktal. Onun bir köst bitip gidelim. Fraktal. Google tapkın oldu. Çıktı mı bu şekilde. Yani ağaç sol taraftaki şu ağaç. Yani bu kalan nurgunlar var en addisi şu mana Microsoft. Muşunu var bir YouTube'da bir video var. Videonu qaraydigan bo'lsanglar, ağaçның içindeki mana muşu ana ko'rinib turadi. Shu qaranglar, ketgan sira shu hammasi eng oxir berib, shu o'xshash asosliq o'xshash shaklni berdi. Bu inson ijod qilgan narsa emas, bu tabiatda bor narsa. Ama ben qonning nimasini misol keltirdim-ku, amaliyotda nurg'unlagan kristallar bor, o tabiat shakllangan kristallarni shu kichiklatib yoki cho'ngaytib ketaveradigan bo'lsak-chi, mushtaq nimalar chiqdi. Bundaq shaylarni, ya'ni bosh shaylarni tadqiqot qildigan, mana voy, karamat nimalar chiqdi. Mana shakllarmi? Mushtaqlar shuna. Bu yerda nurg'un boshqa shakllar. Bu boshqa odam. Lekin shu uchidagi narsalar bor, shu qatorga kirdi. Demak, agar ashadagi kapuskama, shu kapuska o'siyveradigan bo'lsa, shakl saqlanib ketdi. Buni shuning kirdi, lekin biroz murakkab tushib ketdi bu. Başdaki eng yaxshi, başdaki ketmayotgan shaklmi? Shu mana. Ana bakinglarmi ana? Ana qaranglar, mana aytdi yaxshi. Ana o'xshash. Bu cheksiz kichiklik ketib bordi, qaranglar. Bir tarafdan cheksiz kichiklik ketgan chog'da mushtaq shakllash hosil bo'ldi. Yana bir tarafdan bu cheksiz cho'nglik bu nimalar ketib qoldi. Endi astronomiya ne fanlardachi mushu xususiyatda tadqiq qilindi. Bu to'g'ri mishayish to'xtaydi deyman bu. Endi keyingi o'taylikmi? Keyingi o'taylik. Ekranimni yan bir o'rtoqlashishim kerak, yan bir. Yan chiqdi. Fraktalni sizda hozir endi differensial geometriya, algebroik geometriya degan, differensial geometriya degan differensial nazariyasi orqali geometriyani tadqiq qilish degan nima? Geometriya.
Bu belki mesela oturma agar fizikli derslerini okuyduğun mesela differential equation'larni, differential geometriyalarni ko'rsatish mumkin. Bu algebra geometriya, bo'lmish algebrik usullarni qo'llab geometriyani masalani hal qilish deganligi. Bu tushunishdik. Andiki matematik felsefesi. Matematikada bir tarmoq var, mathematical felsefesi deydi. Bununla şu neydi ko'rsatgan bo'yicha logika deymiz. Logika deganimiz munosabatlar, munosabatlar degan shu matematik logikal munosabatlar degan shu matematik felsefesi kirdi. Yani toplam nazariyasi. Toplam degan tushunchadan uzun to'xtalmaylik bu yerda. Toplam degan shu bir yurish narsalarninki to'plami degan gapda. Bu toplam nazariyasi bular shu matematikninki shu felsefesi kirdi. Bu matematik felsefe tadqiqotlarini mana shu o'z vaqtida Archimedes deymiz, Euclid deymiz, andikin bizning bu Al-Qaytam deymiz. Shular uchun felsefe sohalardagi shu nimalar atı bo'ldi-da shu nimalarni tadqiqot qildi. Endi hozir keyin davomlashmish logika, toplam nazariyasi degan narsalar nima qilib ketilgan. Bu toplam nazariyasi logika degan matematikning hamma tarmoqlariga yana ishlatildi. Bu. Endi fonksiyal analiz deymiz. Fonksiyal analiz deganimiz shu calculus bilan ma'lum jihatdan munosabatli bo'ldi. Shu funksiyaninki alayliklarini tadqiqot qilgan. Har xil funksiyalar bo'ldi matematikada shu har xil. Ama calculus deganda hamda calculus deb oldim hozircha. Chunki bu hamda Uyg'urchada buni differensial integral deb oladi. Differensial deganmi chet tili. Shundanmi? Integralmi shu? Shuning uchun u yerda biz uni yana bir atalg'i ijod qilib, buni differensial va integral deb mujmallashtirgan calculus deb olganimiz yaxshiroqmiki deb o'ylayman. Uni o'ylab baxsanlar. Hamda albatta differensial va integral deb olsaqmi xato deyilmaydi. Uni chunki shuning ma'nosi shu inglizchada mana shunday qoladi. Bu yerda yana bir infinitesimal deydi. Infinitesimal degani cheksiz kichiklik. Yoki cheksiz cho'nglikni tadqiqot qilganlarmi shu calculus kirib ketadi. Bu calculusning nimasi. Bu yerda uzun to'xtalmaydi. Ama eğer biraz tushuntirmak bo'lgan chaos theory. Chaos degan bir xil qalaymiqonchilik degan gap. Nima uchun buni ayrim bir nazariya bo'ldi deganda, masalan, iqtisod sohasini olaylik. Iqtisod sohasini olgan chog'da bu masalan stock marketni olaylik. Stock market shuni nima qilib o'sib ketib tuyuqsizlar hech kim tushunmaydigan bir kichikgina aytayım ko'zga ilinmaydigan bir hodisa orqali qilib o tuyuqsizlar stok buzilib nima qilib ketilgan ishlar chiqib qoldi. Bu iqtisodda chaos deydi. Çünkü iqtisod sohasida bu chaos nazariyasi shunday. Endi keyin shunga o'xshash yana nurg'un hodisalar bor. Masalan shu olamning olamning tuzilishi, koinotning tuzilishi deyapti. Koinotni haqlaydigan shu uzun yillar, necha ming yillar berib tadqiqot qilib, tuyuqsizlar bir hodisa paydo bo'lib qoldi. Bu hodisani hech kim tushunmaydi. Matematiklar şu an tadqiqot qilib, ba'zida shuni aytadi, bir qanday deymiz, tapquli bo'lmaydigan, ko'ngili bo'lmaydigan, tushungini bo'lmaydigan ma'lum omillar shu chaosni keltirib chiqdi deganni tadqiqot. Albatta buning qo'llanishi degan shundaki, abay iqtisodni dedim, biologiyadan bor, buning nimasi fizikadan bor. Fizik degan albatta kainot sistemasini tadqiq qilish degan fizik fanninki kengaytisi-ku. Shuning o'xshash nimalar bo'ldi. Differential equation degan bu oddiy shu differential tanglimlar degan gap. Shu abayqa deb o'tgandek differentialninki ifodaları orqali o'zgagan tanglimlar deganlik. Buni agar misol ko'rsatib, misol ko'rsatmasdan oddiy tuyuldi bu yerda.
matematikani addiy deydiganlarga nisbatan aytgan chog'da shu. Endi bu yerda manda qilib endi bu yerda endi ang to'rt tarafga ayirgan bo'lsak, applied mathematics deydi-ku, qo'llanishchan matematika deymiz buni. Bu qo'llanishchan matematikada bu yerda ehtimol nazariyasini hammamiz bilamiz. Bu dastlabki ehtimol nazariyasini dastlabki kelib chiqish sababi qima o'ynashda uftirishni ehtimolli qandoq deb shundan kelib chiqdi. Endi shu 18 başları taraq qilganda statistikim shu vaqtlarda bu. Statistika bu yerda ma'noga bayqanlar. Men o'zim statistikadan turib, statistikani bir ayrim fan demaymiz. Statistika nima deganda shu matematika degan fanninki bir kichikning bir tarmoqi. Mana yapayapmiz. Dünyada qanchalik adam, qanchalik olimlar statistik orqali jon boqadi. Ama matematika degan yo'g'on ashulaqa büyük bir nima deymiz, bir animaldan boq, shunda bir cho'ng bir nima nisbatan ama kichik bir tal statistika faqat kichikni bir tal qurt degan narsa-da bu yerda. Shuning uchun statistikani bilgandan keyin matematikani bilmayman deb o'ylamanglar. Statistikani shunchalik bir narsa, shunchalik bir narsa. Statistikani bilish uchun probability ehtimol nazariyasini ozroq bilish kerak. Lekin boshqa fanlarni matematikaning ba'zi bu oddiy tushunchalarni, hukmlarini bilish kerak. U to'g'ri bilan turib men yana bir slayd kelgan, yana tanishtirib o'taman. Endi bu fluid dynamics andagi bu physics, biomath deganlarning hammasi yana shunga o'xshash qo'llanishchan matematik fanlari bo'ldi-ku. Fizmat degan siz shu fizmat soyasida nima qo'yibsiz, injener qilishlarni o'qiysizlar, fizikadagi hodisalarni matematik usullarni hal qilish, biologiyadagi hodisalarni matematik usullar orqali bo'ladigan shu biomath, fizmat deganlar. Fluid dynamics deganimiz u suyuqlik yoki iqlimlikninki xususiyatlarni tadqiq qilgan. Buni nima uchun bir ayrimni qo'llaydiganda bu fluid dynamics paydo bo'lgan mezgillari shu industrial revolution bormi? U 17 asrning 18 asrga davomlashgan shu mezgilda o'sha iqlimninki nurg'un xususiyatlar tadqiq qilinib, matematik olimlar tadqiq qilib shu fluid dynamics degan bir ayrim fanni kashf qilgan shu vaqtda. Bu. Endi kriptografiya degan bu deganimiz shifrlarni analiz qilish, endi maxfiy kodlarni yeshish degandalar kirdi. Bu to'g'riliq men o'tgan 1 soatlik bir leksiya berdim. Mana Alan Turingni tanishtirgan chaqda, shu Alan Turingni balki men bundan anlagan bo'lishinglar, anlamagan bo'lsanglar ko'rib chiqinglar. Men so'z degan bir soatlik leksiyarim bor. Kriptografiyaningki o'ynagan roli. Ya'ni matematikaninki ikkinchi dunyo urushida o'ynagan rolini ashyadan ko'rib olasiz. Alan Turing bir 24 yoshlik bola. Belki sizden mi nima yapmadayım ben? Sizden kichikroq bo'lishi bu sizden uqmadim, bu yoshda bo'lib surishtirmaymiz. 24 yoshlik bir bola shu ikkinchi dunyo urushida 13 milyon odamning jinini qutqizish rolini o'ynagan shu bir nima. U faqat nimani bildi? Matematikani bildi. Kriptografiyani tadqiq qilgan bir nima. 24 yosh vaqtida. Hem de game theory deganimiz buni game'ni o'yinga, hamda o'yin nazariyasi deb alsak bo'laverdi bu yerda. Chunki bu game theory degan nima deganda, shu o'yin xarakterdagi shu shaylarni tadqiq qiladigan bir xil fan. O'yin shayi deganimiz nima deganda, masalan, game deymiz-ku, o'yin jarayonida buningga balkim matematik usullar orqali nima qildi, statistik nimalar ketdi, ehtimol nazarlari ketdi. Shularningki bir nimasi. Buni mana ixsos sohasida nihoyat ko'p qo'llanildi. Game nazariyasi. Bu yerda futbol o'yini mu'sirindi, lekin u futbol o'yiniga qarta aytilgan emas. Bu yerdagi game, bu game theory. Shuning uchun umumyuzlik aytgan chaqda hamda matematikani mushundaq tarmoqlarga bo'lindi. Men hamda bu yerda faqatla biroz aqtirib mushularni
endi asas tarmoqlari deb qarayman, lekin buning qo'shqini bo'ldi. Nurg'un narsalar yana qo'shilib ketaverdi. Bu kengayverdi. Masalan, abay men debdim Fizmat, Biomat deganlar, endi uning nimalarni qaysilar ashlarni qildi. Mana mavu Mevtibimiz mavi xaritamda Map of Mathematics degan shu bir xaritani bugun tip chiqibdi. Mana qarab boqaylik. Bu bir nihoyatda danq chiqqan bir nimachu. Chunki bu yerda bu kimning ismi? Bu bir matematik olim, bütün matematikaninki hamma tarmoqlarini shu nima qilib buni biz pure mathematics. Sol taraf qaraydigan bo'lsangiz pure mathematics deydi, u sub matematika. Sub matematikning tarmoqlari qaysi degandek ana shu yerda fractal ko'rinyapti. Ko'rdingizmi? Fractal ko'rinyapti. Andikin ayada parametr Pifagorning teoremasi bor edi. An ko'rsan Pifagordan 3 4 u andikin mayaqda men o'tganda ko'rsatganlik Platonic solids deydi. Platon'ninki qattiq cismi, 5 qattiq cismi mushunda asosiy narsalarni tadqiqot qilganlar pure. Endi endi yana birisi bor. Birdan uningni to'xtatishimiz mumkin. Siziqlar va sol taraf sizni istirqingizni ostidagi shu. Shu bir ya mayaq sol tarafda. Meniki Dairesini tepesini mana chetga. Ko'zim yoshlanib qoldi. Ekranning sol tarafida foundation qismi. Shada birlik yana astiga. Shu mana. Buni deganlik ya ustidagi graf. Ma. Ya shu ko'k graf. Ma. Shuni ko'raman eğer şu köstüvatkanlar çok paralelsiz yak. Bunu paralelsiz paralel görmeye tutuluk gözümlerine. Bu kıyak degende oyman şekildeki yakındaklık convex sistem, convex yüzlükün üstündeki nime. Birden durup ben mesela şarsıman nesler görsem. Mesela manalayla kırana. Manalayla. Eğer muşununki bir parçasını qaraydigan bo'lsam, yerdimda bir parçasını qaraydigan bo'lsam, ashuni o'xshab qoldi. Ko'rdingizmi? Bunda nima qildigan bo'lsam. Bu yerda agar men parallel siziqlarni chizdigan bo'lsam-ku, biz odatdagi tekshirlikdagi parallel siziq bo'lmaydi u. Ko'rinishda ashtaq bo'ldi. Tushunish bo'ldimi? Ma taraf qaralandiki, ma yenidik. Non-Euclidean geometriye kirdi. Ben degan narsa non-Euclidean geometriye kirdi. Ma'u topologiya kirdi. Topologiya kirsa masalan ma'ni ko'rsatadi qaranglar. U bani mana masalan men faqat bir parcha qog'ozni cho'ylab mana bir mana nima qildim. Buni agar men shuni bundaq aykilib qaranglar. Bundaq aykilib nega ko'rmay qoldi. Avtomat ko'rmay qoldi. Mana bir ekanini ko'rsatmaylar. Mana qilib, bunda qayirib qilib, meyani chaplayman. Bunda chaplayman. Yugmash bir şekilde aslında. Bunun ismi bor. Buni Mobius band deydi. Mobius band degan egilgan ashtaqroq bir nima? Mobius band dedi. Abash ko'rsatgan shu Mobius band. Mesela ko'rsatgan mana chaplab bo'lgandan keyin o'manda bo'ldi. Buni topologiyada tadqiqot qilgan bir xil nima. Buningga Mobius bandisi deb ataydigan nom qo'ygan mushu FM'dagi mana hozir qilgan ishni mushtaqilik qilib, mushni tadqiq qilib, andiga o'zining nomini chiqargan. Ko'rdingizmi? Oddiylik qilib. Hozir voy bu oddiy narsani men qila olmayman. Lekin sizlar mushuni o'zinglar yasab chiqib, bir uyda nima qilib baqsanglar. Yasash oson-ku, bir qog'ozni mana ma'noda bir men qog'oz o'ylab, men kesib band yasab, andiga mushtaq qarib qo'yib, endi o'ylab beqinglar, men abstraktlikni o'ylab beqing. Mishalar men mush cho'milni mushning ustiga qo'yib qo'ygan bo'lsam, bir tal cho'milni. Bu cho'mila agar mushtarab qarab mangadigan bo'lsa, qayerga bordi u cho'mila? O'ylab beqinglar.
Mana bir çömeli meňwatdy, mesela qılıp müşürde çok meňwatdy. Bu qaýerga bardy? Çıktı. Asteroid kaldı. Bu apırın qandaq dal siz degende bu müşäden ekilip mäkelde näq asteroid. Asteroid kaldı. Bunun alaýdynlygy nime? Biz yaşayatkan kainada muşundaq şekildeki nime? Ne deyimiz? Boşluk mevcut mu yok, mevcut mu yok degan suallar beýotdy. Manasla adli hukumlarçı hazır bizning Elon Musk var, Elon Musk var. Adam ötübüz dewatydy go. Şu narsalar münasibet boldu. İşte adli hukumlar. Nime üçin degende qaranglar. Bir mana ben dedim go, bir çümele muşundaq bendin üstüge çıkıp gelip maňadygan bolsa, dal astyga düşüp aldy ki. Eğer şu kainat sistemimiz aşındaq bir boşluk mevcut bolduğumuz, mevcut mu yok mu ben okumayım. Onu aşı astronom İslam'dan tadqiqatı mevcut bağ da vatallah ba. Mesela qarı önkür degen düşençi buludu. Şundan mı üniversite diýende bende oldu diyenler oldu. Üniversite muşundaq şekilde bulamlı diyenler tadqiqat qılgan ba. Endi muşda oýlap bakaýda. Ben bunda oylap kaldım. Bu belki hata düşeneceğim benikimde. Eğer bu şu çümüğüne kararlar, çümüğüne alayım, bu çümüğüne kararlar, şuna ayınlıp gelip, bu ben buna tigim bir şey kilerleyeceğim bu sen. Mağla ağırlık geçip çümüğü diyeceğim, minut kancık uzun vakit gidiyor. Eğer çümüğüne bir şeyden bir töşit işleyeceğim bu sen, şu zaman eğer götüp giderleydi. Çeksiz kenglikdeki boşluğunun aşındaq yakınlaştırıp etalaydigan noktaları bar mı yok degan suallar. Belki bunun Elon Musk'ın cevap buluşu mümkün. Elon Musk'ın emas, Elon Musk işlewatkan tadqiqatçılarning, olimlarning, matematiklar, fizik, belki aşlarning bir aşındaq marzığı uçup bara alaydigan yakın usunu tapkan boluşu mümkün, biz okumayız. Hiç kimi demeyen boluşu. Bunun Elon Musk'ın nimde beyedi 2000 kine akını diginde 2030 yıllıkça marzığı adam toşalayma adap şu geplerinde var. Onun nurgun adam da salam okaptı. Olcuk sözde vatıdı. Özünü özü aldavatıdı diyenlerinde vatıdı. Xuddi öz vaqtida el-qaytamni alaydi. El-qaytam balaqı nimeni nim qilganchaqda bu alaqı men ko'rsatmaydi, yana ko'rgan. El-qaytam öz vaqtida muşunda bir bankasını yasap, muşu arqılı kameralar var. Biz aparatninki xususiyetini yişip çıqqandan keyin endi öz vaqtida bu haqlarni qanchalik bu nimandaq sarang adamdi deganda, ma töşükden, neydi ma teşilgan töşükden, işçi tarafga kirgan image ta'tir ko'rindi ekanda. Ta'tir ko'ringan bu odam nima uchun shunday qildi deganni o'ylab, şunun qattiq kirish ketib, endikin eğer ma optikininki xususiyatlarini El-Qaytam degan şu vaqtida ijod qildi. Hozirga qadar butun dunyo e'tirof qildi. Kamerani ijod qiluvchi kim? El-Qaytam. Bu shunday narsalarda. Bu sal boshqa topiga ketib qoldik. Qani ABQga qaytib kelaydi. Basa. Bu mana shu bu endi asosan degan chog'da men abay so'zlab o'tgan narsalarning hammasi degidek mushning ichiga kirdi. Bu yerda ayrilish-chu yana sal farqli narsa. Mesela qaranglar, bunun da ben nima uchun bir yerde sual koydum deganda, eğer ko'rdinglarmi, ABQ eğerdeki Pifagor teoremisi deymiz, fraktal deymiz, andikin astidagi nimedeki differensialning nimasi bo'ldi, egri siziqning astidagi maydonni hisoblaydigan naqash bor. Shularni hisoblaydigan fluid dynamics bo'ldi. Bularni pure mathematics kirib ketibdi. Bir bu adam hatalaştımken deyman bu. Qandaqlaç Pifagor teoremisi pure mathematics kirib ketdi. Bu belki bunu tushunganning sababi aslidagi matematiklar mushundaq sap
matematikalarni tadqiq qilishdan boshlangan demoqchi bo'lishi mumkin. Chunki Pifagor teoremasini hammamiz bilamiz, kunda ishlatyapmiz, applied matematik kirib ketadi. Shuning uchun bu yerda buni bildiradi, yangi bildiradi deganda sap matematika bilan applied mathematicsni uchun uning o'tirdim-da bir chegara yo'q. Ma'lum mezgilcha sap matematika bo'lgan narsa yana bir davrga kelganda yoki vaqt qarab u amaliy qo'llanishchan matematika. Mushalik narsani hammasi mushalik pure degan matematika degan pure matematika deganlarni hammasi hozir bunda qarab boqadigan bo'lsangiz hammasiga applied mathematics. Shundaqmi? Graf teoriya shundaq masalan. Neydi? Günlük durmuş mesela Facebook hem sayışmışını işletildi ama torna nasları. Graf nazariyesi ana shunda. Shuning uchun endi mana o'ng taraf qaraydigan bo'lsak, bu yerda applied mathematics debdi. Bu applied mathematics albatta ko'rsa, bu yerda qaysilarini applied. O'sha yerda nima bormi? Cho'qchib chiqqan bir nima bor ustidagi. Mama. U mana shu nima degan non-Euclidean geometry Euclidean bo'lmagan geometriyaning bir nimasi. U masalan shu qarunkur bor. Qarunkur deganimiz shu xususiyatdan kelib chiqqan. Buni biz agar o'rdigan bo'lsak, agar masalan qaranglar, bo'shliq egildi degan narsa chiqdi o'sha yerda. Bo'shliq qayerga berib egildi? O'ttirik nuqtalarga berib egilgan bo'ldi. Lekin u masalan jismninki shu yerga kirgan vaqtidagi inersiyasini darajasi orqali nimasi orqali u suratib balansini nim qo'yib ashu o'nkur kirib yo'qolib ketdi. Uni qora o'nkur degan banasi hozir. U banasi. U banasi. Endi yuqori qaraydigan bo'lsak, u statistikni ko'p nim qilgan bu new analysis deydi. New analysis nimadan neural network degan naqash. Neural network nereden kelib chiqqan deganda biologiyadan kelib chiqqan. Biologiyada shu odamninki nervisininki xarakteri xususiyatlaridan asos qilib mana hozir kompyuter texnikasi machine learning deydi. Machine learning neural network degan naqash shu. Mana bu yerda bu yerdan ko'rib oldinglar, mana qanaqa koinot ulamdi. Microbiologyda biologiyaninki, andikina elektronninki, andan shu ostida timsohlar yurganda timsohlarning ashlarning hammasi shu matematika bilan munosabatli bo'lib ketdi. Mana yaxshi nima bu mushuni chiqarib qo'yib bir ikki soat so'zlab mang'il bo'ldi, lekin bu yerda uzun to'xtab ketmaydi. Lekin mana tafsiliy qaraydigan bo'lsanglar-chi, mushuni bir narsani bilib farqlantirgan matematikani biz applied mathematics, pure mathematics deb aramiz, lekin ularning o'rtasida chegara yo'q. Yana qaytlab deb o'tadigan bo'lsam, ma'lum nuqtadagi sap matematika hech qanday ishlatiladigan yeri tepilmaydigan matematik qumlar bir mezgil kelganda bo'ladigan keng qo'llanib ketdi. Masalan, pure mathematics degan yerga siziqlar, 3 bulon, 4 bulon, platonik solid degan narsa o'z vaqtida bular yeng chiqqan chog'larda xalqlar uni nega ishlatadigan deb hozir ba'zi qarindoshlar so'ragan savoldan daxil bo'ldi-ku, bu matematikani o'rganyapmiz, nega ishlatamiz degan savollar, o'xshash savollar ashyalardan kelib chiqimlar ko'rib chiqdim. Shuning uchun deb o'tdim-ku, shunda yana bir nimalarni ko'rsatdi. Mana ma'lum ellips. Bular ellips shakli, chambar shakli, bular tuz qog'ozda qandoq qilib buni kub yasaydigan mush narsani hammasi shu aytib ko'p qildim. Shunga o'xshash ma'lumotlar konus.
Maymaq konusu. Konusunu şundan bakıdığan bolsaňlar, sen ötür mektepde okulan çağlar belki bu konusunu makinalar çıkıp aşağıda sözlep sizler bazılarda siz degidi emas. Bazılar yaman kaymak dep turdu. Nimi keregi bu dikki. O malim çıkıp eğildi bu nimeni çember çıkıdı, parabola çıkıdı. Yantılsığı kesip bakıdı gel, nimesi için bakıdı ya. Tüz kesidigan bolsak bir çember çıkıdı, yanto kesidigan bolsak elips çıkıdı, mandaq kesidigan bolsak parabola çıkıdı, eğer kesidigan bolsak hiperbola çıkıdı degan şu düşençilerini var o. Şu düşençi men bir şey şunu dep ötey. Özüňler birini yasap. Şimdi çıkırıp bakkandan keyin endikin a ufkum ve kallanlarda ba ufkum bolup kaldı. Yani elipsninki nima keregi degan savolni so'raydiganlar yo'q bu deyip hazır. Elipsning nima keregi? Yaşarın ayrılışı olsun hemisi. Nima keregi degan savollarni so'raydigan. O'z vaqtida savollar to'g'ri so'ralgan. Bular nimanda qilgando deb. Masalan, kim Arximedes'ni kim ama Sirakyüz vaqtida şu bir harbiy unut söylep buğuzlayma degan chaqda yagi bir çember sizip koyup çemberimni buzmasaňlar bolatdy, meni o'ltasaň beyli dep dikençi. Şunda narsalarda hamda bir. Hem bir yerda bir narsani dep ötey dedim, hamda bu matematikçi abay matematik parmaklarını gösterdim o. Yani yana abay nimaga slayda o'tadigan Slayt bana ötemdik. Mana o'tdik ya, men shuni bir azroq bir narsa. Bu emas, oldiki. Ana shuni. Bir yerda matematikning nimalarni uchun biz tarmoqlar bo'ldik. Shuna qarab baqadigan bo'lsanglar-chi, arithmetic, sonlar nazariyasi, geometriya degan 3 narsa bor. Applied mathematics deylik uchun applied matematika o'zining chiqishidan tortib hozir qo'llanib kelyapti. Uzunda gap yo'q. Har qanday narsa. Chunki o'z vaqtida Pifagor teoremini yengidan chiqqan chog'lar shuni qo'llatdi. Yerlarni o'lchashda shu vaqtlarda u qo'llanishchan matematik kiratdi. Shundaymi? Endi arifmetika albatta insonlar shu son degan tushun hukmni boshlashdan tortiblar hisoblashni qilgan. Sen bir jarayonni etib kelding, akan bir ikki jarayonni etib keldi, qancha jarayon qoldi, 3 deb ularni hisoblash degancha o ish qadimda tor. Lekin shu qadim deganimizni o'ylab boqaylik. Qadim deganimiz nihoyatda 3-4 ming yil oldiga surib. Biz hozir qo'llanayotgan matematiklarning mutlaq ko'p qismi shu yani 7-8 asrdan boshlangan. 7. asrning oxirlaridan 15. asrning boshlarigacha matematik dunyosida, jumladan fan texnik dunyosida eng cho'ng rol o'ynaganlar musulmonlar. Bu to'g'ri uzun to'xtayman buni. Lekin 15. asrdan boshlab endiki hozirgi mutlaq ko'p qism nazariyalar shakllanadi. Bu qanchalik bo'ldi dedi, 1000 yillik bormidi? Shuning uchun bu tarixlarni bilish, bu tushunchalarni bilish uchun ancha qiyin narsa emas. Gap shuning qiziqishda. Men mana bu yerda turibman, oldinlarda turibman. Agar shu 50 yildan burungi ishlarni 10 yosh vaqtlarini o'ylaydigan bo'lsam-chi, u vaqtda hozir ko'rayotgan 99% vaqtlarda yo'qdi. Demak, bu 50 yil ichida shunchalik taraqqiylanib hozir keldi. Bu taraqqiylantirishlarni nima keltirib chiqdi? Matematika keltirib chiqdi. Chunki fan texnika nima? Matematika degan fan texnikaningki tili deydi. Shundaqmi? Fan texnikaning tili xuddi biz Uyg'ur so'zlayapmiz hozir. Biz agar Uyg'ur tilini bilmaydigan bo'lsak, biz bu yerda so'zlashib o'tira olmaymiz, haqqa bildiğimizni yetkazolmaymiz. Shundaqmi? Fan texnik bilan shug'ullanganda matematikani bilmaydigan bo'lsa,
özünün qo'lidagi bir narsani ishlaydigan materialni arildi degan. Çaq yo'q, mashindaklanmish yo'lda. Evet. Shuning uchun mashina bir şey qilaylik, hamda bu bak uzun bo'lib ketdi bu gaplar, bir soat eshib ketdi. Yo'q. Slayga o'taylik, shunda men azroq bir matematik o'ziga kelaylik. Xo'sh. Nabay abi nima to'g'riliq biroz umumyuzlik biroz matematikni tushuntirib o'tdi. Hamda matematikadagi eng muhim sonlar qaysilar? Yani 5 son bor. Bunun içindeki 3'ünü belki memnunlar bilsinler. Birisi 0. 0 degan nima degan chog'da, shu sonlar sizig'ida borgan chog'da sonlarning o'ttiridagi bir yo'qlikni ifodalaydigan son deb qarash bo'ladi. Qisqacha aytgan chog'da. Men albatta o'tganda men 0 to'g'riliq 1,5 soatlik leksiya berdim. Hamda uningki nurg'un nimalari bor. 0 nimamiz bilamiz. Lekin shu 0ning hozirgi qiyofatini keltirgan, hozirgi nima keltirgan, yana bizning Al-Xorazmiy shu vaqtida dastlabda o'sha Yevropaga turmushtirgan. Nereden? Hindistan'da ishlatayotganda, Babilon imperiyasida Babilon davri. Babilonda Uyg'urlar Babil deydi mi? Babil. Babil davri, andiki Mao, Janubiy Amerikadagi Maya madaniyatida nol degan hukmni ishlatayotganda, lekin biz hozir ko'rayotgan oddiy bir chambar yugurakni sizib qo'yganda nol deb ifodalangan uchun yaqin qishlarda uzun emas u. Shu dastlab 8-yillari Yevropaga to'nishtirilgan Yevropa amaliyot shuni e'tirof qilishi degan 13-asrlarda. Tim başlap endikindim. Demek ki Avrupa'da berip şu nima dese 5-6 kadar şu 13. asırlarda koçidagi adamdan tutib nol degan nimasi hech kim bilmaydigan bir nima. Faqat fan texnik sohasida shug'ullanganlar biladigan davrlar. Lekin biz ulardan burun bilib qo'ygan, Hindistonliklar bizdan burun bilib qo'ygan. Shu sanashni qanday qildi masalan 0 deganligi? Yo'q sanash. Öyle bakayım ya. Berip mesela o kadın zamanda şundan çıkıp bir ceren itip ya ki buğunu itip gelgenliğin için o nölünü itip geldim demeyin de. Tabii eğer mesela bir parça yanım kulağımız bir parça deydi bir buğunu itip gelsin bir buğunu attık deydi ekildi. Şundan şundan işkin atkan bulsa o işkin itip geldim deydi. Şundan aslında bu 1, 2 bu natural sonlar için natural sonlar dastlab paydo oldu. 1, 2, 3, 4 deb eyiz. Nolninki 10 tarafı 0, 1dan boshlab 10 tarafı sonlar dastlabda nima qilgan. Mesela bir qiziq savol bo'ldi. Hozir Afrikaning ma'lum bir nima deymiz? Qadimgi nimalarni saqlab qolgan bir nimalar bor ekanda, bir kabinler. Aşağıda 1, 2, 3 deydigan 3-jihni jih deydi. Sanyamaydi. Hozirgacha ishlatkanda. Chunki ularga nisbatan aytgan chog'da sonning keragi yo'q. Chunki ular faqatla shu endi demak bug'uni misolga oldim-ku, bir tal bug'uni yetib kelalaydi, 2 talni yetib kelalaydi, 3ni yetib kelgan voy bek jih bilindi. 3dan jih bo'lib ketgandan keyin biz xuddi hozir ma'liqi infinite deymiz, cheksizlik. Cheksizlikni o'ylaganda voy yomon cho'ngsan, hozir cheksiz desa odamlar nimasi kelamaydi bu cheksizlik nima, u sonmi zodi nima degan. Shunda hukm bo'lib qoldi-da u. Shuning uchun nolning kelib chiqishi uzun yil emas. Uzun yil emas. Chunki o'ylab ko'ringlar. Qadimgi Rim, qadimgi Gretsiyada shu ta 500-yillarga qadar 500-yillar, 400-yillar, 500-yillar kadar var o Rim rakamları bilan hisobot o'tkazadi. Bir baldak, 2 baldak, 3 baldak, andikin bir baldak V'ning oldida o'zi 4 bo'ldi, V'ning o'zi 5 bo'ldi. Ashlar orqali çok qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish amallarni shu orqali nimqa. Nayt murakkab. U vaqtida bir sonlarni hisoblaydi degan cho'q xudo hozirga olim qatori kirib ketdi-da.
Mundaq gap. Şu endi bu nur to'g'riliq yana endi qasama bir namimiz bir degan faqat birlikli degan gap. Bir tal, ikki tal degan, ikki tani bir degan gap, üç deganda üç tani bir degan gap, birlik orqali degan shu bir unit deydi o, birlik degan bir nima. Bu birning ma yana bir alay degan nima ma binary system bormi? Binary systemda endi bu sonlar faqat 0 bilan 1 oldu. Shu vaqtda albatta 1 degan nihoyatda muhim bir son bo'ldi, u to'g'ri u yerda edi. Pi ni bilamiz. Pi deganimiz shu har qanday chambarniki. Har qanday bir chambarniki, ma aylanmasının uzunluğunun diametriga nimasi? Bilmiyorum. Tamam abi. Bunu yaxshiroq. Mana Amerikada ma'nosi qo'y. Aylanmasının uzunluğunu diametriga bo'ladigan bo'lsak, 3,14 şu bir uzun son chiqib shu degan paysan. Bu tushunchada nihoyat diqqat qilaylik. Bu yerda har qanday chambar nisbatan aytgancha. Ma ufqumni bilish biraz o'y ketadi-ku. Kichikdan bir chambarni olsammi shu, cho'ng chambarni olsam, yasharni bir chambar deb qarsammi, shuning aylanmasının uzunligini diametri bo'lganligi ashsam bo'ldi. Buni albatta buni hammamiz bilamiz. Buning qanday keltirish jarayonini men birdan turib yana bir slayd orqali tushuntirmay bu bir. Ammo inson degan ixtisos sohasida, nups sohasida, statistik sohasida, hamda jumladan fan texnika hamma sohasida ishlatiladigan bir son. Bu son gerçi nihoyat g'alati uzun ko'ringan bilan odatda qabul qilingan faqat 4 raqamgacha odatda ishlanadi. Masalan 4 butun qancha 7 1 8 2 hatta bu ko'p ishlandi. Lekin astronomik yerlarga kelgan chog'da buning kaynidagi kasr sonini nimadir uzrib ishlataverdi. Chunki sizlar shu o'ylab qo'yinglar. Mushnagan bek cho'ng bir son ko'payib turgan bo'lsa, kichik o'zgarishni bek cho'ng o'zgarishni decimal degan nima deymiz? Decimal point deganni o'nliq kasr chekdi. O'nliq kasr chekitning oqibatdagi raqamlar uchun significant, ya'ni nima rol o'ynaydi bu yerda. Sizlar agar injenerlik o'qigan bo'lsanglar, matematik sohasida yoki boshqa nimalar shu sonlarni ham ko'rinib turdi. Bu endi balkim odatdagi deganimiz ham oddiy insonlar deganim emas. Endi odatda bu ancha qo'llanmaydi. Fan texnik sohasida normal insonlar, normal kunlik turmush. Normal degan benormal degan gap chiqadi-da, normal desak bu. Odatdagi deb olaylik, odatda biz mesela men kunlik ko'chaga chiqib, u yerda degan manda ishlatib yurmayman-ku, bir ko'chaga chiqib bir nima olsam yoki shunga o'xshagan faqat tadqiqot sohalari ko'proq ishlatdi. Lekin men iqtisod sohasida uchun nihoyat ko'p ishladim. Nüfusun ösüşüne biyologiyanın özgürlüşleri bulanın hammasi gibi. Şunun için bunu natural sanma deb koydu. Lekin bunu oylarının sanımı deydi. Oylar deganni biz hammamiz anlagan bo'lishimiz mumkin. 18. asrdagi eng büyük matematik alimi shuningki nimasi bor. Oylar to'g'ri birdan turib yana nima qilamiz. Ammo iyi degan sonni keladi. İyi deganligi mavhum son. Qani kishilarligi nima mushulqi matematiklar tadqiqot jarayonida nimaning bor ma u ikkining kvadrat yiltisi nima qilish jarayonida mushtaq bir simbolni ijod qilsak nurg'un narsalarni tushundigini bo'ldi-ki, deb uni mavhum deb amaliy ish qo'llanish yo'q deb o'ylab uni mavhum deganda amaliyotda hozirgi davr uchun mavhum emas, bu real dunyosida nihoyat ko'p ishlangan bir sir. Yurtisi yo'q tanlimlarni eshkil bo'ldi masalan. Bu 5 son mana matematikadagi eng muhim sonlar. Bu 5 son. Endi keyingi slaydga o'taylik. Menda ma tushunchalarni bir qilib takrorlab o'taylik. Yani buni hammamiz bilamiz deb o'ylayman. Birisi bu
real sanlarni siziq orqali ifodalash degan. Buni endi real sanlar siziqi yoki real sanlar o'qi deb deb olaylik. Bu qanday qilgan faqat bir siziq, ya'ni ikki tarafida istiriksi var. İki tarafga cheksiz kengaytirib bo'ldigan siziq deb olaylik. Shu vaqtida agar biz o'tiramasan, asha ma'lum bir nuqtani nol deb oldik bekitadigan bo'lsak, andin bir birlik, abay birni dedik-ku, birlik orqali shunday belgilarni qo'yib mangdigan bo'lsak, shu vaqtda nolning o'ng tarafiga 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan ibaret barlık natural sanlarını bir tizalayımız. Nolunun sol tarafı olsa barlık menfi sanlar. Yani -1, -2, -3 katarlık menfi sanlarını bir tizalayımız. Hem de bir yerde koyulduğun sual mesela 2'den 1'ni kandak kılmaz diye. 2'den 1 vakti kandak oldu ki nol olan birinin otturduk sanlar. Otturduk nokta arkalı ifadeyimiz. Şunun okşaş hatta bir şeyde abi 0,10'dan 2'de kesir sanlanı mı? Muşla arkalı ifadeliğin oldu. Hem de ki hatta irrasyonel olsa, bir hem de toxtulumuz irrasyonel olsa. İrrasyonel sanla. Mesela kuadrat yıldızı 2. Şunlar ama 2'nin kuadrat yıldızı diyendeklerini mi? Çünkü biz onunki kıymetini biliriz. Kıymetini bilgendikken bunu muşu real sanla sızıqdaki nokta arqılıq ifade edilir. Demek, muşu sızıq arqılıq barlıq real sanlarını ifadeleşme matematikdeki nəhayət çoğun bösüş. Bunu 200 yıldan burun oturuq olğan bir yeni düşünce. Hoş. Bunu nima qildik? Buningni mencha hammadan tushundi deb o'ylayman. Ammo tövendeki nima sanlarning turlarini qaraydi. Sanlarning turlari kelsak, o'ng tarafdagi natural sanlar dedik, natural san. Natural sanlar degan deb o'tdik. 1, 2, 3, 4 mushuna qatorsiz sanatgan natural san bo'ldi. Uni qo'shilsa bizniki integrlar deymiz. Integrlar degan nima deganda butun sanlar yoki integr yoki butun sanlar. Butun sanlar deganimiz musbat sanlar, manfiy sanlar, shuning bilan birga nolni o'z ichiga sanlar, bular integrlar yoki butun sanlar deb ataladi. Bular butun sanlar. Endi rasional sanchi. Rasional san deganimiz ikki butun sanning bo'linmasi shaklda yozg'ili bo'lgan sanlar. Bular rasional sanlar. Ondan yana bir alqab albatta rasional san bo'ldi, endi irrasional san nima bo'ldi? Ikki butun sanning bo'linmasi shaklda yozg'ili bo'lmaydigan sanlarni irrasional sanlar deydi. Irrasional degan nima? Ma'nosi inglizcha ma'nosi lekin ma'nisiz, lekin nima? Ma'nisiz odamning lekin irrasional aqlga sig'maydigan sanlar degan gapda. Chunki nima uchun ashta bo'ldi deganda, ma Grek vaqtida bormi, ma Arximedeslar, bular shu Pitagorlar, bular shu o'z vaqtida butun dunyodagi hamma sanlar faqat butun nima? Butun sanlardan andikin rasional sanlardan tarkib topgan. Butun sanlardan shakllangan deydi. Rasional sanlar faqat ikki butun sanning bo'linmasi deb qaraganda. Lekin bir qopib shu va unda bo'lsa ma'u o'xshash sanlar chambarda. Chunki radikallikcha shuni nima ifodaga bo'lamdi degandan bulan shu vaqt olimlarning hammasi cho'chib hang-tang qilibdi. Qarab baqsa ani nima orqali ifodalagida bo'lmaydi ekanda. Chunki rasional ya'ni ikki sonning bo'linmasi qilib yozg'ida bo'lmaydi. Shuni qanday qildi? Lekin o'ltirib lekin savolni qo'ygan edim. İşte tarixlar o'tgan. Hozirmi bor ishtaxlar? Zodi bir narsani qilamagandan shu o'zining jahilligini qilib, e'tirof qilmaydi-da xatolashganligini. Hozirmi bo'ldi-ku, tabiiy bo'ldi. Lekin shu vaqtida ishtax narsa. Bu endi bir ayrim bir topik. Bu nima uchun irrasional sandiganligini tushun. Rasional degan aqlga sig'adigan san.
irrasional degan aqlga sig'maydigan son degan ma'no. Bularninki birlashmasi endi real numbers deydi, endi haqiqiy sonlar yoki real sonlar deb ataladi. Bu dastlabkisi. Keyin endiki 18-asrlarga kelgan chog'da endin keyin iliqindek kompleks sonlar sistemi. Kompleks sonlarning kelib chiqishi imaginary number deydi, abay deb o'tib, idek sonlar chiqqandan keyin endin keyin bu sonlarni yana bir daraja kengaytib kompleks sonlar sistemi, ya'ni murakkab sonlar sistemisi deb shakllandi. Hozir bizning işletilayotgan sonlar mush sonlardan iborat. Bundan halqib chiqqan yerimiz yo'q mencha. Endi shuni tadqiq qilayotganlar bormi? Shuni qistirib qo'yamdi. Mushu kompleks sonlar sistemisida gumonlanib, savol so'rab, mushtaq bo'lmaydi deb yangi bir xil nimani izlayotganlar bor matematika sohasida. Bu bir yengilib qolgan narsa. Ularning maqsadi o'sha burundan ishlatib kelgan o'sha real number system deymiz, complex number system deymiz. Bularning hammasi odam o'zlari ijod qilgan narsa. Ular xatolashdi. Uning to'g'risi bor, lekin to'g'risini ko'rsatmayapti. Hamda uni bilmaymiz, to'g'risi nima uni bilmaymiz. Bu sonlar kengayamdi, kengaymamdi, uni bilmaymiz. Chunki hozir mana shuni bildigan bo'lsak, sonlarningki turlarini bir qadar tushungan bo'lamiz. Bu yerda Ben bir soru sormak istedim. O sorunun cevabını özünüz berayotgan bo'ldingiz. Matematika bir insonlar tarafidan ijod qilingan bir ijodiyatmi yoki fizik qonuniyatlarga o'xshash insonlar tarafidan aslida ham tabiatda bor bo'lgan, Xudoyim yaratgan, lekin odamlar tarafidan bayqalgan qonuniyatmi demek sormak istedim. Sorunun cevabı. Bu nihoyatda yaxshi savol. Bu savolning uchun shu qadimdan tortib hozirgacha bu savolni so'rab ketadi. Eng oxiri buningga mukammal javob berilamdi, lekin mencha yana mutlaq ko'p qism nimalarni yeyishki, bu matematika ijod qilgan narsa emas. Matematika xuddi Amerika qit'asini Kolumbus topgandek narsa. Chunki abay ipaqaydi. Abay biz tanıştığımız 5 mühim sonuna qaraymiz. Bular ijod qilingan narsami? Ijod qilishmancha. Faqat simbolni ijod qilgan. Nol degan simbol orqali, lekin simbol degan narsa u nima qo'y? Masalan, men Mayaning nimalarga borgancha ashlarning nol degan boshqacha bo'ldi ekan. Babillarning noli boshqacha bo'ldi ekan. Ular nolni ishlatgan ekan. Lekin ulardan boshqa hech kim nolni ishlatmagan. Hindistonning ishlatgan 600-yillari 670-yil tepilgan Hindistonning nol degan soni uchun bir to'shqqa, bir qora to'shqa. Nimani Google'ni topsiz shuni bir to'shqa. U hozirgi ma'no emas. Demak, simbol degan narsani odam ijod qilgan. Nol degan narsa, bor narsa, bir degan narsa, bor narsa, pi degan narsa, bor narsa. Chunki har qanday chambarning aylanmasini biz diametrga bo'ldigan bo'lsak, o'xshash son chiqadi, bor narsa. İmi bor narsa. İ'ning nimasini birdan turib bir slayd va shuni kelgan deymiz, uni hisoblab chiqib bo'lgan narsa, ko'rinadigan narsa. Nima amaliy narsalarda bularni endi termalar kelsak-chi. Pifagor termasi bor narsa, faqat Pifagor topdi uni. Endi Pifagor topdi desam, balkim ba'zilar yana uning topganligi yo'qdigi, u tarix degan talash tortishlar bor. Lekin shu odamning nomi bilan Pifagor termasi deb atilib qolgan. U bor narsa. 3ning kvadratini 4ning kvadratiga qo'shsak 5ning kvadrati chiqadi. Her qanday tik bo'lmoq bunga nisbatan aytgan chog'da qisqa yon tarafning kvadratning yig'indisi jazman nima gipotenusningki yan tarafininki kvadratidan bu bor narsa. Faqat oshilar bayqagan, bayqidi deymiz, topdi deymiz. Xuddi Kolumbus Amerika qit'asini bor narsa u
lekin ama onun nam bilan tepildi. Onun da böyle hikayeler var ki yani başkası tapmadı emas deydi gaplar. Endi o diye muzakara qildi. Muşta cevap beray deb o'yladim. Lekin menda bu bir murakkab savolchu. Va yaqinqi bir necha yildan beri abayman deb o'tdim-ku. Men Nobel deb bir professor varchu. Bu shu matematikaning asosini gumonliq ko'z qarash bilan qarayapti buchu. Uning tushuncha bo'yicha bularni bu xatolashdi, aslidagi nima bunday emas degan bir tushunchalar bor. Buni endi biroz nima qilsam bak abstrakt bo'lib ketishi mumkin. Masalan, hozir masalan ma tushunchani hammamiz qabul qila olamiz deyman-ku. Hozir chunki bizning kompyuter sohasida 0 dan 1 ning muhimligini bilamiz. Shundaymi? Bütün kompüter sahasınınki hamma nimalarini shu 0 bilan 1 simbol orqali hammasini hisoblab chiqa oladi. Bundan esa qabul qila oladi. Buni 10-15 yildan burun jiqadan qabul qilamiz. Hozir qabul qila oladi. Chunki kinolarni ko'ramiz, nimalarni ko'ramiz, ekranlar chiqqandan keyin bir nimalar ko'p ko'rsatadi-ku, 0 bilan 0 bilan 1 bor boshqa. Demak, 0 bilan 1 dünyadaki hem kompüter sohasidagi hamma narsalarni keltirib chiqara oladi. Hamma informationlar 0 bilan 1 orqali saqlanadi degan tushunchani biz bilamiz, to'g'rimi? Shunday. Hozir bilamiz buni. Lekin ulardan boshqa sonlar kerakmi degan savolga hozir berib ulardan boshqa sonlarning keragi yo'q deydi. Boshqa har qanday sonni abay men misha tushundigan shu murakkab sonlarning hammasini shu 0 bilan 1 orqali ifodalagan bo'ldi deganda bu tushunchani balki nurg'unlar qabul qila olmaydi. Endi hozir yangi tadqiq qilayotgan narsa nima deganda to'plam nazariyasi orqali nimani qilyapti degan hamma narsa 0 deydi. Hamma narsani 0 ga aylantiryapti. Birning keragi yo'q degan narsani huquqqa qo'yayotgan. Bu yaqinda nima qilayotgan tadqiq qilayotgan abstrakt tushunchalar. Bu kim bildi? 20-30 yildan keyin biz hozir so'zlayotgandek hammadan qabul qila oladigan haqiqat bu uni bilmaymiz. Bu biroz abstrakt tarafga ketib qoldi. Bular mishagichi bo'lsa, asli qarayni. Bu mushuma ketdi. Karteziyandaki ikisi karteziyana. Bu kartezyan koordinat sistemisi degan nima hammamiz tushunamiz deb qarayman. Faqat bu yerda qanday bo'ldi deganda abaylıkı sanlar okuduk ama sanlar sizliği. Real sanlar sistemimiz beş tik şekilde müşterek kılgandan keyin endin bu tüzlükteki her kandak nuktunu ifadeleneydigan bo'ldi. Bunu Cartesian degani nima? Descartes degan Fransiya büyük matematik alimi bu shuni o'ttirib qo'ygan. Faqat nima qildi degan chog'da mana mishaga sizgandek u nima qilgan chog'da mana nima batdi? Real sanlar sizga batdi-da. U faqat yana real sanlar sistemini eklib bundan men tüzlükdeki her qanday nuqtani shu orqali ifodalayman deydi. Bundan keyin mesela mishada siz bera olamsiz shuni bunda İkramlar sizden nimem açı ya. Müşani bir kısa tushuntirib o'taylik. Hozir ekranım ichilyapti. Ak bir ekran chiqdimi? Yo'q, chiqdi. Endi chiqdi endi. Hozir real sonlar o'qidim birini sizga. Xo'sh. 0dan 1ni shu 0ni ko'rsatyapman. 0 degan. 0 bo'lsa. Shu 0 2 oldu da ama x o'qining 1 0 endi anlamini ama bo'ldi bu deyaverdi 0. Üç, okul bo'ldi va. Hozir mana Memnun menimiz misal sizga mana Descartes o'z vaqtida mana kashfiyot qilgan narsa shu. Mushu orqali qanday qildi deganda tuzlikning ustidagi. Men tuzlandimdiq Beşlik.
tekşilikdeki her qanday bir nuqtani mushu ikki o'qlar orqali ifoda manfiy sonlarni yozib qo'ying, manfiy sonlarni. Kompüter sal qatqanda bo'ldi. Ya bo'ldi, mana mushu yetarli ona. Mushu yerda ko'ringlarmi, mana faqatla shu koordinat sistemasi deganimiz faqat ikki siziq sanoqni o'zaro nima qildigan qiliblar. Bu nima qilgandan keyin ashada agar bir nuqtani, masalan 3 nuqtani qanday topamiz vaqtda? o'ng taraf 3 ni mangib deb, yuqoriga 2 ni mangib. Shunga men P nuqta degan bo'lsak, 3 mana naqmi shu. Bak, tekşilikdeki şu bir nokta P'ni mushu 2 san orqali ifodalaydi. Mayyadan. Agar xohlagan bir sanchi, agar xohlagan bir berilgan sanni biz algebra bo'yicha x, y deb oldigan bo'lsak, shu vaqtida x, y ni ashaga shunday olib qo'ygandan keyin biz o x ning nima qimmat bo'lganligini faqat shu x o'qiga tik siziqni topadigan bo'lsak, shu yerda uni bilamiz. Y naq mana shu. Egizligi 2. Nima? O'ng taraf mayyadan mana 0 nuqtadan o'ng tarafga x arliq mangdi. To'g'ri. Yuqoriga y arliq mangdi. Voy y arliq mangdi degan gap. To'g'ri, naq shu. Bu mana oddiy ko'ringan bu ajoyib bir kashfiyotda, bu ajoyib kashfiyot. Bütün shu nimani var shu geometriyani algebra usuli orqali hal qilishga cho'ng rol o'ynagan. Hozir ham bunimda qarab baqsak, voy nima degan oddiy narsa deb qaraymiz. Ammo men abayim deb bitdim, matematika nurg'un narsalar bor, oddiy hukmlarni. Ya'ni tushungan oldin andiki mushta kelib chiqadi. Bu hammamizga tushunish bo'ldi deyman. Hamda nima qaytib qaraydi, slaydni qaraydi. Endi men ko'raman, agar mushu tushunchani bilgandan ma graf qaraydigan bo'lsangiz tushunish bu. Koordinat sistemasini bu yerda mushtaq bo'ladi. Endi keyin uni kvadrant 1, kvadrant 2, kvadrant 3, kvadrant 4 deb shu nomlarni qo'ydi. Bu kenglarni qo'yilgan. Endi buni qanday qildi deganda, buni geometriyani tadqiq qilganga, kalkulus chiqarishda, endi keyin shu nima sonlarni algebrani grafik usuldan hal qilishga bir nima ichib ko'rdi. Masalan, men yerda o'ng tarafda ko'rsatgan misol, masalan, Pifagor teoremasining foydasini 2 nuqtaning orlig'ini hisoblash. Men bir narsani doim degim turdi. Mana burun bir shirkat ishlagan chog'da mushtaq bir mushu addiylar Pifagor teoremasini amaliga qo'llashtirib bir algoritm tuzib chiqqancha, u algoritm orqali bir shirkat 15 yil jinib boqqan shu vaqtda. Nima uchun deganda, bu algoritmni hammadan bildiganligi qanday ishlatish nimadir, uning albatta kompyuterlashtirib, uning ma'lum parametrlarini nima qilishda ular biroz murakkab nimalar ketdi. Lekin eng oddiysi nimaga ostida ko'rsatgan diyening emasdan 2 nuqtaning ayar x1 y1 x2 y1 mushu 2 nuqtaning orlig'ini qanday hisoblash degan mushtaq bir formula hozirga qadar nihoyat ko'p qo'llanildi. Bu endi qani kengaytma. Ma'no o'tadi. Ammo kompleks sonlar tekshirligi deganni bu yerda uzun to'xtalmaymiz. Faqat nima deganda, abay biz deb o'tdik-ku, mavhum son o'qidim, birini shakllantirgandan keyin, endi keyin shu kompleks sonlarning hammasini mushu kompleks sonlar tekshirligi orqali, degan nuqtalar orqali ifodalayotgan. Bu fizikada nihoyat ko'p qo'llanildi. Bo'libmi yo'nalishdagi vektorlar kelgan chog'da, yo'nalish vektorlarini hisoblash nimalari, masalan, mayda
bir adil misalını gösterdim bir yani depute mesela 3 plus 5i o bir yönlüşlük vektör olsun andikin 4 minus 3i bir yeni bir nima bo'lsin-da bularninki shu yo'nalish tarafini hisoblaganda qanday bo'lgani faqatla bu nima real sonlar qismining yig'indisini masalan 3 plus 4 7 bo'ladi andikin uning yig'indisini yozamiz andin bu mavhum sonlarninki koeffitsiyentlarida koeffitsiyenti 5 5 minus 3 nim qilamiz shu vaqtda 2 qoldi shu vaqtda 7 plus 2 deganimiz aniki yo'nalish vektorni hisob bo'ldi bu ben deb o'tdim-ku mesela i manfiy son hozir amaliy fizikada ya'ni boshqa nimalarda shu mesela fluid dynamics degan fluid dynamics suyuqlik dinamik shularni aytdi kam qo'llandi bu yerda bu to'g'riliq beshinchilik to'xtalay dedim. Da sakin. Savol bormi qanday? Savol. Siz avval meni tunishtirasiz ekan kelgan savollar boshqa so'rayman. Mayli. Abi men deb o'tgandekchi Arximedesninki shu hem Uyg'urchada hem de burun tilli Arximed deb olgan hamda asli uning ismi Arximedes ekan. Arximedes olgan Arximedes deb oldimi? Arximedninki shu pi'ni hisoblash usulidan kelayli. Bu pi'ni hisoblaganda Arximed nayt bir aqlliq bir nimani topgan. Bu qanday masalan bu yerda maqsadi nima deganda pi'ning var-ku. Pi'ning qimmatini tepish. Pi'ning qimmati c deganimiz her qanday çemberning aylanması. Çemberning aylanmasini bu diametrga bo'lgandan keyin u pi'ning qimmati bo'ldi degan tushuncha bor deb vaqt. Bu qanday qilib hisoblaydi deganda bu çemberning ichiga oldi bilan nimani sizdi bir square kvadratni sizdi. Kvadratni sizib endi u kvadratninki kvadratning cho'ngligini nimasi hajmini hisoblash oson-ku. Kvadrat uning yon tarafininki kvadrati degan gap uni hisoblab chiqadi. Ammo bu qanday qildi deganda oldi bilan ichida birini sizdi, endi sirtiga qizil o'ng tarafı qizil sirtiga yana bir kvadratni sizdi. Shu vaqtida bu çemberninki rayoni çemberning rayoni qanday oldu deganda shu o'tirdagi kvadrat bilan sirtdagi cho'ng kvadratning orasidagi bir nimaga teng bo'ldi. Mushu usul bo'yicha hisoblangan. To'randa formulani bu yerda o'tmay. Endi qanday qildi deganda bu nimasi masalan bu yerda me'yordam bir ma'lum hisoblash jarayonlari bor bu yerda. Masalan pi ma'lum sonning cho'ng, yana bir ma'lum sonning kichik deb hisoblagan qanday qildi deganda buningki yaqinlashish darajasini yaqinlik kichiklashish yaqinlashtirish uchun qanday qildi deganda kvadratni ko'p tarafli shaklga shakliga anim qildi. Masalan oldi bilan 6 tarafli bo'ldi, andagi 8 taraf 12 tarafli ashtaq qilib ichidan shundoq kengaytirdi, sirtidimi ashtaq qilib kichik o'tdi. Shunday qilib qanday qildi deganda bu ko'p taraflikninki yon taraflari ko'paygan sari ko'p taraflikninki maydoni çemberning maydoni yaqinlashgan bo'ldi. Mushu oddiy prinsip bilan buningki bu e'da ko'rsatgan son 3 to'shqa 1.4.1.8.5 ni shu vaqtida shu Sirakyuz davrida ya'ni miladdan burungi 287-yillari shu vaqtlarda shuni hisoblab chiqqan. Bu hozirgacha aniq darajasi nihoyat yaxshi. 99%, 99.90% nima aniq darajasi bor ekan. Buni keyin bizningki Ömer Hayyamlar yana uni
texmi yuqori darajada hisoblaydi. Uninki hisoblash amaliyotda keyin ta shu 500-600 yildan keyin Yevropaga kelib, aninki nimaligini uningda meni qaraq narsani hisoblab chiqadi. Endi hozir qadarcha shu Google deymiz, Facebook deymiz, mushtaq cho'ng shirkatlar bor-ku, shu payninki decimal nuqtani o'nlik kasrni sonlarni hozirgacha hisoblayotgan matematik olimlar maxsus Google'da pul to'lab ashlarni hisoblag'izdi. Buning shu qancha dedi o'tganda bir nayt cho'ng son ish qilib xonisini 1 trilliongacha hisoblabdi. Aniqligini. Endi o nega shunday deganda astronomik hisoblashlarda ishlanishim ehtimoli bor. Lekin asos ishlanayotgan yeri kompyuterning crash, kompyuterning kuchini sinashda ko'p ishni. Bu qo'llanadigan narsa. Bu gerçi payning sonini endi unda uzun sonni qanday hozircha amaliy ishlatishni. 12,8 trilyon xonasi aniqlabdi. 2021 avgustda. Yahoo hisobladi. Google'ning bor. 12 trilyon. U bir o'qishga tasvir cho'ng songo. Uni o'qilishim yo'q. 12 trilyon xonalik sonlar. Mushtaq. Demek şu pure mathematics deganni abayman bir tanıştırib etdim. Şu tadqiqotni elib berish uchun şu cho'ng shirkatlar hozir ba'zi kichik shirkatlarmi shuni ko'ngil bo'lyapti. Buni endi bir narsa qistirib qo'yay dedim. Ama yaqinqa şu 10 yildan beri şu open source software deymiz xudo hamma odam matematik nimalarni qila oladigan birdek har qanday odam program tuza oladigan bir nimadek bo'lib ketdi hozir. Bu program tuzishi bilan siz shu yasayotgan sistem deganni o'zingizni o'z oldingizga qila olasiz. Bu 10-20 yildan burunchi bu mumkin emas ishlar. Ama shuning bilan endi qanday bo'ldi deganda bu asta kelib o asas tadqiqotning nima keragi degan hukmlar paydo bo'ldi. Shu Amerikada nima qilgan. Matematik fakultetlarda o'qiydigan o'quvchilar yo'q. Hammadan application kirishib ketib, programma bo'lib nima qilgan bo'lib ketgan. Ammo yaqinqi yillardan boshlab endiki asosliq matematik asosi qaytadan ko'ngil bo'lish nima qilyapti. Chunki bu texnika ma'lum darajaga kelgandan keyin yana shu sap matematika, endiki matematikning asosi hukmlari bo'lmaydigan bir darajaga yetib qolganda shuning uchun bu to'g'riliq nayt ko'ngil. Hozir shu Amerikada shu matematika ma'rifat matematikani kuchaytirish to'g'risida ko'p ko'ngil bo'lishni boshlayapti. Masalan, mukofotlab matematikada, fizikada, işte asosli fanlarda nimalarni shu mukofotlaydigan ishlar ularni qilgan. Lekin xizmatlarmi barobar shu asosiy yaxshilarni qabul qilgan taraflarga ketib bordi hozir. U bir qancha yildan keyin ularni ko'rsizlar, hozir faqat point click qilib bir nimani tuzishlar emas, ani oxirida nimalar bo'lyapti deganni bilish muhim narsa bo'lib qo'yapti. Shunday qilib qo'yaylik. Bugun vaqtmi xeli bo'lib ketibdi. Qani yana vaqtimiz tasha. Oxirgi suhbat ketaymi? Ma'u endi matematikadagi eng go'zal tanlama deb ataldi. Ma'ni haqiqatan da o qarab baxsanglar, haqiqatan bir go'zal tanlama. Abayman biz shuncha so'zladik, endi matematikadagi eng muhim 5 son deb. Ma'ni qarab baqaylik mana. i'ning pinchi darajasi plus 1 nolga teng bo'ldi deb abayga 5 sonni birlashtirib o'tgan edi. 5 sonning hammasini shu bir nima orqali ifodalab o'tganda. Bu endi qaranglar.
nima degan kalla bu, nima degan nima tafakkur qobiliyati bu yerda. Qandoqlarcha shu mavhum samagida iyi degan mavhum sam. P degan bu chambarning nimasi xususiyatiga munosabat. İyi deganligi cheksiz ketgan bir irrasion olsa. Qandoqlarcha bularning yig'indisi kelib nolga keltiradi. Buni Euler identity deydi. Şu Euler identity'ni qarab bakalım. Meyda isbati mana. Buni meyda mentimimiz müşahede sizlerge ispatlab bera oladi agar biraz vaqtli yarim. Ko'ringlarmi bu yerda faqat nimani ishlatgan deganda matematikada qator degan narsa borchu, nima Taylor qatori degan narsa bor. Matematikada har qanday belgini Taylor qatori orqali ifodalaydi. I'ning ikkinchi darajasini 1 plus va kaza mundaq narsa yozgan bo'ldi. Kosinus x'ni manda yozgan bo'ldi. Sinus x'ni manda yozgan bo'ldi. Buni o'zinglar ko'ringlar, men chaqqan o'tib. Mushlarni nima qilib bularning yig'inlar olgandan keyin eng oxiri kelib qaysi bo'ldi deganda, bu daqiqa kosinus nima kosinus x ma kosinus keyingi betda va kosinus qo'shilgan sinus f qo'shilgan sin f birda i qilib qopmi ay qilib qopdimi edi va sinosni oldida ay qilib qopdi shuni qo'shib qo'ying sinosni oldida ay qilib qopdi evet hozir bu ben dastlab o'rganganimdek hayron qolgan chunki bu burun bilganimiz bo'yicha e degan bu sonningki bir darajasi musbat son chiqadi endi agar i mavhum kompleks son bo'lmay qolib qolsa shundan keyin buni da manfiy son chiqib qolganga o'xshash bo'ldi-ku e'ninki ay p-ninchi darajasi -1 chiqib qolgan bo'ldi. Normal real son deb o'ylasak agar birini ayağı -1 çıkmış. Şundaq qo'y. Men hozir PDF o'jetdim, men hozir o'zgartirib olmaydi. Men şey ay nima, ba deb o'ylab turdim shal bir tal. Abu Bashar da ma'ni nihoyat yaxshi bayqadingizmi yerda? I degan ko'chirish jarayonida o'qib qopda. I degan nimasi bor. Demak, mushu formulani isbotlash jarayonida Euler ko'rsatgandan keyin buni ata-aytin Euler formulasi deb nom berilgan. Buni har yili matematikada bor, har yili bir nima bor, bir bağlash bor. Bağlash bo'lganda shu Eulerning eng go'zal tanlamasini buza oladigan hech kim chiqmaydi. Hozirga qadar Euler the most beautiful equation in mathematics sanlar chiqadi. Nima chiqadi. Bu haqiqatan bir nihoyat bir go'zal Andikin şu ispatlash jarayoni aqlliq bir xil ispatlash jarayoni ko'rsatdi u bir. Endi men adam abay biz deb tutqu buning isbotida agar şu kompleks sonlar sistemasi orqali ko'rsatgan texnik bo'ldi yani. Ani ko'ringlarmi endi mana sinus f plus cosinus f andikin i'ni ko'paytgandan keyin i p ga teng bo'ldi. Men adam ma'lumisi ko'rsatib o'tdi. Agar uni isbot jarayonini tafsiliy ko'rimiz deydigan bo'lsanglar, mendan ko'rib olsanglar bo'ldi. Agar nim qilgan bo'lsa, bizdeki bizniki tazda ishsiz ketmaydigan bo'lsanglar, ularni ursanglar ishadi butun nimasi bu yerga tushadi. Buni bir topshiriq deb qo'yamiz. Topshiriqda bir ko'rib. Bilgan yaxshi cho'mishtaq narsani. Mana to'g'ri oltin bir ko'z tutay, to'g'ri oltin bir ko'z tutay. Yana çünkü videoni ko'rib qolib xato altını o'rganamisin. To'g'ri olti men bir tal yine qo'limda hozircha vaqtincha men dali qo'shib qo'ydim. Yani endi to'g'ri bo'ldi. To'g'ridir. Shu nimani ma'niliqi e'lon qilgancha to'g'risini chiqarib qo'ysangiz bo'ldi-ku, bo'ldi. Endi to'g'ri bo'ldi. Bu yerda jiq narsalarni so'zlayapti-ku, endi ma'ni bir haqiqiy tushunish uchun shularni bir o'qib chiqish to'g'ri keldi. Bu yerda ma'lumotlarni hammasini uyg'urchaga tarjima qilganga vaqtni yor bermadi. Shundaqda men hamchi shular orqali hamda jiq mazmunlar tushunishi bo'ldi deb qarayman. Jiq mazmun sig'diradi. Keyingi bosqichga o'tilib undaqda. O'ylarnasan. Menchi bugun mishalgacha bu yaxshimikan deb o'ylab qo'yapman. Mayli. Qancha qoldi hozir? Qancha slayd qoldi endi bir 1 2 3 4 taqsimlash distribution and data science degan laqabda Platonik ismlar.
Hozir uchun mundaq qilaylik. Shu ma'lumot turibdi-da, bularning chunki har bir mazmuni bir nimaga data science qilib ashadilar. To'xtalaydi. Endi savol 5 minut anlayotganlarning savoli bo'lsa shu. Anlayotganlar bor. Yani data science gelaylik, data science. Data science o'tamdiq, mayerdan atlamdiq. Data science to'g'ri biroz to'xtalaydi. Ha, ma'qulmiz. Mushi. Data science keldik. Ama data science to'g'riliqchi buni ixchamlab shuni umumyuzlik tonishtirish nimadan shu slaydni tayyorlab qo'ydim bu yerda. Hamda data science deganni agar sizlar data science degan keywordni agar Google orqali izlaydigan bo'lsanglar nurg'un narsalar chiqadi. Endi ixchamlab aytgan chog'da data science degan nima degan chog'da bu ma'lumot ilmiy degan shu bir fan bo'libchi, bu shu data ya'ni ma'lumotdan knowledge ya'ni ma'lumotdan bilim kezib chiqish deb tushunsan. Albatta bu yerda ma'lumot deganda albatta bu mazmun nihoyat keng bo'ldi. Hozir biz bir hisobda big data age deymiz-ku. Cho'ng ma'lumot davri. Hamma narsa data ya'ni ma'lumot bilan munosabat bo'lib ketdi. Mushtaq vaqtlarda albatta ma'lumotning ichidan bilim kezib chiqish. Misal shuni deb o'tib qo'yay, matematika degan so'zning ma'nosi-ku grikchada bilim degan so'z. Matematika degan nima deb savol so'rab qolsa, matematika degan bilim deb javob bersanglar xatolanasiz. Aslidagi nimasi shu. Endi xo'sh, endi ma'lumot kerak. Bu ma'lumot ilmi abayga bir yil gap bilan tushunadigan bo'ldi ekan, men yerda ma'lum aniqlamasi, men chiqargan aniq emas, bu atog'liq nima? Bir shu data scientistniki shu bergan KDD database ni topgan bir shirkat ismini chiqarib shu o'ttirib qo'yganda bergan aniqlamasi. Shu aniqlama hozir umumyuzlik qabul qilinayotgan. Bu endi nima sohalarni o'z ichiga oldi deganda aylanmasini qarang. Eng boshda shu matematik algoritmni qarang. Matematik algoritmni gap ko'rsatdim. Shuni uyg'urcha tarjima qilsam. Mush batni birdan turib nima qilgandan keyin vaqtingiz chiqsin. Qanday dedingiz? Mushu batni hozir emas, ham keyinchi uyg'urcha tarjima qilib qo'ysak. Ma'qul. Ko'kiyada mathematical algorithm deydi-ku. Bu ma'lumot ilmiy tadqiqotda eng oldi bilan bir matematik algoritmni tuzib chiqish to'g'ri keldi. Ya'ni bu matematik algoritm algoritm shundoq bir metodlari, ya'ni yo'llari, ma'lum bir masalani hal qilishninki bosqichlari degan so'z. Shuni tuzishni bilish kerak. Ma'lum masala biznesga ma'lum masala o'tirib qo'yilgandan keyin u biznes masalasini qanday qilib, qanday bosqichlarga bo'lib uni hal qilgan bo'ldi degan mushunday narsani tuzish bilish to'g'ri keldi. Ondan statistical model building deydi. Shunday bir nima bo'lgandan keyin statistical model tuzish. Statistical model tuzish degan nima deganda bor ma'lumotlardan uningdagi trend yuzlanish andiza yoki yo'nalish deymiz-ku. Shu yo'nalishni bilish uchun nima qilgan matematik usul bilan tuzilgan bir matematik tanlama bir hisobchi model tuzish. Shularni bilish kerak, asosiy hukmlar. Kompyuter programming qilishda jazman nima bo'lish kerak? Agar siz programming tuzishni bilmaydigan bo'lsangiz, siz bu sohada ishlamaysiz. Chunki hamma narsa kompyuter bilan munosabat. Hozir qaranglar, ya'ni bir 30 yil, 40 yildan burun balkim qo'lingiz bilan hisoblab bir nima qila olasiz. Hozir undaq davrlar o'tib ketdi. Chunki hozirgi ma'lumotlarni analiz qilish uchun jazman kompyuter bilimdan birisini bilish kerak. Masalan, hozir o'qiyotgan nimalar, masalan Python deymiz, R deymiz, lekin shuning o'xshash nurg'un boshqa softverlar bor. Men ham bu yerda tavsiya qildiganim sizlarga ma'lum bir analitik sohasida ma'lum shu sohaga
sayasi o'zinglarda intilmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, shu Pythondek bir programming language egilib olinglar. Pythondek bir programming egilib olgandan keyin uning qolgan hammalari birisini pishiq bilgandan qolganlarning hammasini o'xshab ketadi bular. Faqat ishlanayotgan sistem, nima qilgan işletilgan sistem, endin bağkurallar, nimeler o'xshamaydi. Lekin nimasi o'xshab ketadi. Computer programming language'ni aytmayman. Lekin database ETL deydi, ham database ETL degan ma'lumot bazasiningki qanday qurilishi, uni bilish kerak. Hozir hamda bu yerda ma'lumot bazasi hozir structure deydi, structure database kurulmagan database oldu, kurulanmagan. Mesela bizning ishlatayotgan text message deymiz, rasmlar deymiz, bular unstructured deydi. Unstructured datalar qanday database'da qanday structure'landi deganlarni ularni bilish. Database'ning bir programming language'ni mesela vaqtida SQL deymiz, SQL deb bir xil nima bor bu. Bunu şu bir xil SQL'ni o'rgansanlar bor, shu ba'zilar hamma narsaga esib boqadi, keyin qarab boqsa, endi tuzuk bir nima bilmaganda bir programming language'ga shu kirishib ketib, shuningki asosi, ya'ni men bu yerda asosini ta'kidlayman. SQL degan nima? Mesela SQL degan select star from something from table degan oddiy burchi. Shu oddiy tushunchani shu haqiqiy bilib shuni ishlatalaydiganni bilgandagi ETL degan nima? ETL degan faqat datani bir yerdan yana bir yerga yetkazish, uni qurashtirish, undan keyin tushirish, chiqarish degan narsa. Bu tushirish, chiqarishlarni hammamiz bilamiz. Bu nima qiladi? Andan qasama exploratory data analiz deydi. Exploratory degan u ma'lumot bazasi hisob emas. Uni biz deb o'tdik, shuning ichidan bilimni kezib chiqish. Bilimni kezib chiqish uchun shu o'zingiz yetishayotgan ma'lumotni bilish lozim bo'ldi. Uning ichida masalan bu qurilish nimani ifodalaydi, qanday mazmunlar ichida shunday narsalarni ham exploratory analysis deydi. Bu bir nima? Lekin data processing and cleaning deganimiz tozalash. Paskin ma'lumotlar demaymiz, paskin ma'lumotlar qalay keraksiz uchurlarni sizib etib, keraksiz uchurlarni chiqarib etish, endi uni tozalash, ixchamlash degandek ishlarning hammasi avvalgi programming language ketadi bu yerda. O'zi hozir men abay deb bitdim, hozir siz yetishayotgan ma'lumotlar milyard qurliq ma'lumotlar oldu. Uni tozalashda u yerda o'tirib burunqidek men ishlashni boshlagan chog'larda print out qiladi. 500-600 qor yoki bo'lsa nimalar bo'lsa uni print out qilib, nechalar uni tekshirib, mayada manda qo'yib qopti, masalan 1000 degan son 100 bo'lib qopti, 1-0 qo'shish kerak. Voy degandek ashtaxlar narsalarni qo'ldan hozir ham unday emas, hammasini programma qilayotgan oldu. Shuncha processing bu degan narsa. Data mining shunga bilan munosabatlik. Data mining deganimiz ostidagi so'zlarlik bor. U hamda ma'lumot tezish degan. Bu ayrim bir o'zaldiq fan, ya'ni shu abaqa extract knowledge degan tushuncha bilan munosabatli bo'ldi. Endi system optimization deydi. System optimization deganimiz nima deydi deganda bir oddiylashtirib aytgan chog'da, masalan sizda agar qo'lingizda masalan PC, qo'lingiz o'zingizning kompyuter ma'lum bir ma'lumotni tozalash yoki ma'lumni uni kuchi yetmaydigan bo'lsa, u vaqt qanday qilish kerak? Uni amal va programminglar algoritmingizni o'zgartirib, shu kompyuterning kuchi yetadigan darajaga olib berish deganligi. Sistem optimization. Chunki siz agar bir shirkat ishlayotgan bo'lsangiz, qarang, men shirkatda voy bizningki database sistemimiz manchilik ajim bor, manchilik storage bor, manchilik nimalari bor. Bir ma'lum bir
bir projektni ishlayib deb qarab baqsangiz kompyuteringizni kuchi yetmaydi. Shu vaqtda boshlig'ingizga berib, "Bana cho'ngroq bir nima kerak" deydigan savolni qo'yamsiz yoki shu bor ahvolga qarab o'zgartib buni shu o'xshashni qila oladigan darajaga olib boramiz. Buningga nurg'un nimalar ketadi. Bu ashtaq narsa. Endi bu yerda nayt bir muhim rol o'ynagan narsa nima degan chog'da bu subject expertise degan. Siz masalan agar siz injener sohasida ishlaysiz, siz injener sohasida bo'lgandan keyin shu injenerlikning bilimini siz shuningki expertise deydi, shuningki ilgisi bo'lishi kerak. Haqla nima qanchaqda chunki siz masalan data scientist bo'lib ishlagan chog'da ma'lum bir project ishlagan chog'da u project degan chunki biznes dedi-ku, biznes masalalarni hal qilish, biznes dunyosi konkret masalalarni bağlaştırış için şunu düşünmeyidigan bo'lsangiz, barliq boshqa bilimlaringizni hammasini nolga tangib ketadi. Siz amaliy ishni hal qila olmagan bo'lib qolasiz. Shuning uchun subject degan so'z shu, demak, kasbingizni yaxshi o'qing. Eng bo'lmaganda hamma narsani bilgisingizmi, o'zingizning shu nim qilayotgan kasbingizda expertise nima deb olamiz, ham shuni mutaxassis darajalik bir nim bo'lish kerak. Ama artificial intelligence degan hozir nayt iqvatgan bir nima bu şu çoğun şirketlerde hammasi degidek hozir çoğun şirketler hammasi degan maxsus şu research and development teamlari bo'ldi-ku. Bu artificial intelligence degan nima bo'ldi. Biz masalan men shu sohalarda nima qilamiz? Hozir algoritmlar artificial intelligence degan u ajih narsa, text mining deydi. Text mining degandek-ku. Andikin nima deymiz? Hamda masalan Google'larni nima Tesla'larni oldigan bo'lsak, ularning asosan shu artificial intelligence'lar orqali mangdi. Endi o data visualization degan mana siz abay PowerPoint'ini ichiblar, ama keyin qilib qolganni ma'nodagi ashtaq narsaga diqqat qilish kerak. Andiki maç graphic representation degan masala meyda men buni yaxshi qildim demayman, chunki buni mushundaq graphic representationga kelganda qattiq o'ylash to'g'ri keldi. Qaysi mazmunlarni haq ko'rish kerak? Nima? Masalan, meyda mana oldigan bo'lsak, Posan dedik. O'ng taraf qo'yilgan Posan distribution degan nima deganning aniqlamasini egbadim, formulasini ko'rsatdim. Andiki Posan degan kim deb tarixini osti taraf qo'yib qo'ydim. Mayaqma graf orqali Posan taqsimlanishniki nima deganda meyda mundaq nima qildik-da. Endi biznes tijorat sohasida siz agar xalqlarning oldiga chiqib so'zlagan chog'da balkim bularning ichidan nurg'un narsalarni qisqartib o'tasiz. Ularga nimaga qiziq, ular balkim formula ko'rib bish ketib ketadi. Bu Posan degan nima degan balkim men agar audienslar qaraymanda Posan distribution degan nima deb qo'ygan chog'da balkim tijoratga doirasiga münasebetli bir misalını keltiripler. Posan degan madem mandaq adamki manda ishlan qilgan deb o'tkazasiz. Bu endi bu visual abayqa slayda kelayli endi. Bu data visualization degan chu nayt buyum narsa. Endi data visualizationning hozir bu software'lar var, yumshoq detalları ko'p. Bular uning ustiga bika hozir. Şundan paylaş kerak. Data visualization degan nima degan chog'da masalan Tableau deymiz, andiki hozir Snowflake va akaza nurg'un narsa. Men uning hamma narsaga eslmasdan ichidagi birisini ko'rib, birisini orqali data visualization. Data visualization masalan billionlagan quruqliq bir ma'lumotni men shu bir surat orqali buning ichidagi mazmun nima deganni ifodalaydigan bo'lsam, data visualization demek yani. Mesela ma'lum bir database, ma'lum bir data set deymiz, bir data set ma'lumot to'plami. Ma'lum bir ma'lumot to'plami berilgan bo'lsa, haqida agar uning ishi bu ma'lumot to'plamida qanchalik qanchalik ayol, bularning yoshlari qancha deganlarni bilmoqchi.
bilmekçi olduğun bolsa, şu sual oturup koyulduğun bolsa, ben data visualization arkalık onu adıyla düşündürüp alayım. Fakat iki graf arkalık, erlamançılık, ayarlamançılık, buranın işi bandak, nime ayarlan, taksimliş ahvalmandak da nimeler. Eğer bir yerde koptulukundaki table'lı gösterip, nimkusu o haklar nimkusu, şu data visualization diyen çünkü şu haklar köylük nimdeyim hakın jalip kuralarga mesela abay oylarının köylük formusu dekilçiyor. Hakın hakikaten da jalip vay pek güzel neske didek derecede apuralaşını muşu neslerini kontuk bu. Yani big data deyimiz. Big data dediğimiz bunu ta'kidlashning hojati yo'q deyman hozir deb o'tdik. Big data hozir hamma narsa ma'lumot bilan munosabat. Ma'lumotlarni bartaraf qilish texnikasi qaysi? Masalan hozirgi Hadoop deydi, Hadoopda bir xil nima bor. Sizlar balkim darslardami, nima kursda Hadoop degan shu orqali cho'ng data, cho'ng ma'lumotlarni nima qiladigan texniklar bor. Hozir degan oddiyilashib ketdi shu. Ahir kelsak mı pattern bir nimesinden endisini biliş bunu dep bulduk oluyor yani onu kandar biliş. Onun da adamın ki nimesi değmez yani. Kudelik el-Qaydam'da diyor, el-Qaydam'da addi narsa bayqıgandan eşinin bir nimesini tepiş. Qonuniyatni. Ma'noda bunday qilib qarab bakıp ağamı işçi dedik nimesi bu ta'tir chiqyapti. Nima uchun shunday qildi? Nima uchun degan savol so'raydi. Nima uchun degan savolni so'rab, endi uni tushunchani kengaytirdi-da. Mushu endi nima? Bu narsalar hozir endi jiqadamlar buni ko'rgandan voy buni qachon bilib bo'la olamiz deydigan narsalar chiqadi-da. Lekin bunun için unutçilik murakkab narsa emas. Ama ben deb o'tdim bu asosli, mesela matematik qanchalik asos oldu, statistik modelning qanchalik asos oldu. Shularni nima qilgandan keyin endi qanday oldu degan nima dechu, niche point deydi-ku. Bu hammanidan xabar bo'lishingiz shart. Biroq shuning ichida bir tarmoqdan bog'i o'zingizni niche deydi. Niche nima bo'ladi? O'zingizni alohida haqlarga ko'rsatadigan bir alohidligingizni topishingizga. Chunki u alohidlik bog'i Xudoyim faqat sizga yaratgan. Shu alohidlikni o'zingiz agar nima qila oladigan bo'lsangiz, siz bu sohada nima qilib keta olasiz. Shukr bugun to'g'ri so'zli aytdim qo'y endi bugun. Yani nurg'oy narsalar kam qoldi, ma'lumotlarni ma'lumotlar kirmadi. Ya keyin qisam bo'ldi. Mencha endi bugun endi qarindoshlar qanday qaradi ekan anglag'uvchilar fikrlarini berib qolsin. Agar mazmuni bek keng bo'lib ketdi yoki bek umumyuzlik bo'lib ketdi, ma'lum nuqtalar to'xtalamdiq degan savollar qarab endi ayrim to'xtalsak ham bo'ldi-ku. Misollar agar misollar bo'lmadi. Shundaymi? Lekin konkret agar masalan mana odatda bir so'zligani 45 minut cheklashni yaxshi ko'rmayman-ku odat so'zligani. Odam 2 soat so'zlagandan keyin balki og'laydigan odam qolmaydi. Shundaq. Qani qarab boqaylik, buni kengaytirib so'zlasak ham bo'ldi. Menda kelgan bir qancha savol bor, shularni so'rayman undaqda. Mayli. Savollardan birisi chiq savol kelibdi. Savoldan birisi bunday deydi-ku, data science-ni shu ma'lumot bilimini shu bir data scientist bo'lish uchun, ya'ni ma'lumot bilimining mutaxassisi bo'lish uchun shu dunyoda e'tirof qilingan qanday sertifikat, ya'ni guvohnomalar bor deydi. Guvohnomalar? Ha, kinishka guvohnoma. Data scientist deb e'tirof qilgan bir guvohnomalar. Siz tushundingmi guvohnoma? Data scientist. O'zi data scientist bo'lmoqchiga, bo'lishni orzu qildi-ku. Endi shuning uchun qanday bir masalan Cisco'ning nimalari bo'ldi-ku? Cisco'ning network, shunga o'xshash bir sertifikat. Ya'ni imtihon bir narsalar orqali olgan
Guanam kenişke de hazır mandakçı hazır eğer siz hem de mesela data scientist buluş aşında bir niyetiniz olduğun bolsa qarang aldı bilanço bir qancha nuqtalarni asosingizni tiklishingiz kerak. Abay deb o'tdim mesela slaydni qaraydigan bo'lsanglar, masalan shuningdeki balkim bunda qarab chiqadigan bo'lsanglar shuning ichidanchi mana shunda qarab chiqqan siz balkim voy men statistik modelni bilaman, darsni anglab boqqan. Lekin computer programmingni bilmayman-ku. Şu an qanday qilasiz degani computer programming language'dan birini topsiz. Endi shuni biz hozir open source hammamiz bilamiz. Shu to'g'rilar axtaradigan bo'lsa, qarab ket shundaqcha Python deydigan bo'lsangiz, Bika nima deydi? Bika kursni birini anglab beqim, shuni anglab endi o'zingizning programming skill nisbatan programming jihatdan qaysi shuning ichidan bir yumshoq detal bor, yumshoq detalni program tuzishni shu yerda nima qilasiz? Yo'q, men buningda yaxshi, men buni bilaman deydigan bo'lsangiz, boshqalarga qarang. Ashtaq qilib, andikin bu endi bu data scientist bo'lish uchun endi eng yaxshi usul endi ashunda o'zingiz qilayotgan hazır işleyotgan bo'lsangiz, shu qilayotgan ishlash jarayonida bor vaqtlarni chiqarib, mush taraflardagi bilimni o'rganib, endi o'zingizni ko'rsatishingiz to'g'ri keldi. To'g'ri, voy, men bir program etim, o'tirib programni tuzaman, boshqa narsaga aralashmayman degandan ko'ra, programni idora o'zingizning ishingizni yaxshi qilishning ustiga vaqt chiqarib, boshqa narsalarni o'rganib turing. Men ba'zilardan programmer bo'lgan odamda mening vaqtim yo'q degan gapga qat'iy ishonmayman-ku. Men 30 necha yillik program tuzib kelgan odam. Vaqt degan chiqadi, vaqt yo'q deganchi o yolg'on gap. O'zingiz oldiman, vaqtingiz bor sizniki. Ishlash jarayonida vaqt chiqarib, birini shundaq umumyuzlik bilimingizni kengaytiring. Mesela hazır uygulanan test automation engineerlar yaman şundamı? Test automation engineerlar vaqt chiqaralaydı. Test automation qilish jarayonida to'xta. Men şu matematik algoritm tuzishda to'g'ri tushunmayman degan. Shuni Google qilib, shuni axtirib, hozirgi hamma narsa o'choq shuni mumkin. Artificial intelligence degan nima? Mana mesela bir kitobni ko'rsatib mana mushtarak kitap ne mana Artificial Intelligence degan bir kitobni ilib, uni mana degan tarix to'g'riliq so'zlaydi. Chunki mushu orqali o'zinglarni bir qiziqarliqlarni shu yerda nima qilsak. Lekin buning ichida albatta mazmunli butun tarixda bo'lgan hamma narsani bu yerda tushuntirdi. Shuning ichidan birini tanlab bir men deb o'tdim, bir nuqtada o'zingizni-chi expert level operatsiya qilishim. Shu vaqtda sizning yo'lingiz shu tarafdan ishlab ketaveradi. Agar u yerda men test automation engineerdim yoki men program etim, men ETL processingni qilaman yoki bo'lsa men bu saga kirgan yerim yo'q deydigan bo'lsa, u vaqtda shu o'zingiz hal qilish tegishli masalani dastlab hal qiling. Bu shunchalik javob beryapman. Rahmat. Bu 5-6 salın arka olablam yazıptık ama birincisini soraptım. Bu deydi ictimai fendeki biri, ictimai fen bilen işleyen biri. Data science qanday bo'ldi deb bunun cevabını berip oldunuz hesapta. İctimai fende hazır endi hozirchi mandaq yana bu gayet yaxshi savol. Endi bu hozir büyük ma'lumot davri bo'lib ketdi. Eğer siz ictimai fen bilen mesela yazgıcı olamsınız ya ki ictimaini her qanday tanınır. Eğer siz korkmam qarang. Ben nurg'un adamdan tanıyman-ku, political science o'qigan, edebiyotda o'qigan, ashlar degan programmer bo'lib ishlanib. Bu narsalar bor, hozir ko'rsatgan narsa ko'rinishda sizga nihoyat murakkab ko'ringan bir qancha qitim azroqli ko'ngil o'lgandan keyin buni o'rganib keta olasiz. Masalan, siz arxeologist bo'lgan bo'lsangiz, arxeologik ma'lumotlar degan shundoq, shu ma'lumotlarni siz agar burungi nimangiz bo'yicha dashni o'rnashishga qo'shib, uni elib qo'shish, bular bilan nima qilgan bo'lsangiz, siz kelib qoldingiz.
Cezme ma yengini bilen öğreniş gerek. Hazır bu şu ictimai sahasına kırıp gitti bu hazır. Hazır şu Amerika'nınki şu nimeler işleydiğin texnik kompaniyalar demeyimiz mi? Şundaq memuri orunda işleydiğinlerin için şu texniklerden haberleri var. Haberleri bulmuşsa ilgili süremeydiğin olup gitti. Açtaq olup gitti. Seni emdi çok. Emdi yeni bir sual deydi. Kiçik balan, perzentler ve ösmürlerin matematik kızıktırışının önemli usulları kayısılar deydi. Bu bək yaxşı usul oldu. Ben size 3 kitapını göstermeyeyim bugün. Ata muş kitap ne? Size intipirler. Bu hem de uygulcusu yok. Bu koşumcu kitaplar. Bu kitapla ben ötkendimi tanıştırdım kanala. Mavi matematikini nayta kızıkarlık kılıp ötüp çıkan kitaplar. Birisi algebra to calculus diye. Algebradan başlap calculusgacha bo'lgan shu tarix jarayonlari, mushning ichida agar sizlar varaqlab ko'rsatadigan bo'lsanglar ko'rsatlar mana. Qiz ana bir ishbatni ko'rsatib qo'yinglar, men to'xtanglar. Mana bu kitapni shu matematika qiziqmaydigan o'quvchilarga tayyorlangan kitap. Bunun bazı yerlerini hikayedeki yazılıyor. Lakin mürekkep düşünceler var bu. Addilaştırıp graflar arkalık, tarihler arkalık. Muşlarımda bu küçüklerimize baldırmaları hikaye tipegendek aşınım küçükler. Bu algebranınki yani birisi mavi ihtimal nazariyesi. İhtimal nazariyesi ve statistik diyen. Bu endin ma kitap. Geometriye diyen. Bunun karaydıran basışlar. Hemisi bir aptırmam. Bu küçüklerle mesela uşak ballarla mesela çoğunlarla nispeten mesela hatta bizde matematik bilen ömrü yetişkanlarla nispeten bu çok nayete yaxşı. Ben ötkende birisi dedim eğer ben şu küçük vaxtımda muştaq kitaplar olduğum olsa hazırkı hemen başkası oldu dep oylap kaldım. Şunun için ma vaxtını çiң tutup ballar muştaq näslerini. Ben hazır men abay dep tuttum hazır muş doğruluk ma Amerika'nınki education için muş taraflar qarab nim qıvatdı. Yani asaslarını qaytadan tikler. Çünkü bu mühim rol oynadı. Çünkü hazır mesela şu programming deyimiz, uygu deyimiz onu işletişini bildiğinler köp bugünü bilen çoğu emeli işini hal kılalaydılar azı var. Tapamayız bundan adamlar. O birini bilemsiz hemini bildik yani. Hemini bildi. Rüzebesi karşı 5-6 ben bilmeydiğin nesi yok da. Lakin adil bir grafını mesela Pifagor teoremisi diyen nime şu arıqlı nimine hal kılalaysa diyen suallara cevap veremeye qarab oldu. Nime için diyen de asaslı. Şunun için atanlarga ben şunu tavsiye kılıma özanlar kösanlar buldu. Çoğunlarga nispeten müştak kitaplar. Ben bunu ama inimizge evet vermem onun nimelerini. Ötkende bir bağlı situalaydısı bu situl poptu deydi. Şunu qaraganda yaxşı kitap tek durdu. Hemisi bir aptörnoma Mike Goldsmith dep duramdı aptörü. Mike Goldsmith deydi. Mike Goldsmith. Ben evet görmedim. Olmuştum şunun videolarının astığa. Bundik. Dikin muştaq kitaplardan şu nimqandikin yine yana bir narsa var. Ama artificial intelligence'ne kösatmıyor ama bayağı kösatmaz. Bu çoğunluğa okuyduğun ama bu hazırki artificial intelligence yani sünni akıl degan nima to'g'riliq buna ait yaxshi yozilgan ki bu yengden nashr qilingan Clifford Pico deb yozgan. Ma kitobni agar matematik tarix qiziqgan bo'lsanglar uchun ma kitobni yeb qo'yinglar. Bu Carl Boyer degan bu ataqli kitap. History of Mathematics deb bütün matematikning tarixlarini. Ben bunu bir şirketim okup çıkan bir kitaptı. Çok bütün matematikini. Bu hem de nime yaxşı kitap mı? Şunu kılıp. Yani çok sual bakmayın. Yani sual baba. Zerikçilik. Mage bana pek yarap ketmez. Zerikçilik matematik degan siz mevcut nasıl lazım degan. Ma dayjek short qisqa araliq algoritmni ajratisi bu. Ya alaka mana qo'shimchasi bor-ku.
Hozir men rasmni almashtirdim-chi, rasmni almashtirgach men xat yarab ketib, yana qayta o'qib qoldim. Endi savolda yana birisi oliy maktabda matematikani kasb qilib tanlab o'qiganlar o'qish degandan keyin qaysi sohalarda xizmat qila oladi? Ya'ni matematikani universitetda kasb o'qiganlar nima ishlarni qila oladi? Buningga qisqa javobi men abay o'zimning tarixim uzoq so'zlaganini tushundirdim-ku. Siz agar matematikada yaxshi bo'lgan bo'lsangiz-chi, xizmat qilmayman deb ansirmisiniz bo'laydi. Matematika yanıla mesela bizning shirkatlarda bormi qaranglar, men siz boshqa demayman. Men ishlagan hamma shirkatlar, men cho'ng shirkatlarda ishladim-chi. Nima xizmat izlagan chog'da uni bilish kerak, buni bilish kerak, uni bilish kerak deydi. Oxiri bir yer qarasangiz matematikada yaxshi bo'lsa bo'laverdi degandek mazmun degan nima. Ha. Masalan, men programmingni o'qimayman, men statistikani o'qimayman, nimani o'qimayman deganda shu uning replacementsi, uning o'rnini ola oladigan men matematikada yaxshi o'qigan degan narsa o'rnini ola oladi. Mening nima qilganim emas. Lekin siz matematikada yaxshi bo'lgan bo'lsangiz, boshqa fanlar bor-ku, sizga nisbatan yomon oddiy narsa. Men bu yerda boshqa fanlarni kamsitgan yerim yo'q, shunga diqqat qilinglar. Chunki men dedim-ku, matematika degan fan texnikning tili. Matematikani bilmaydigan odam fan tadqiqot qila olmaydi. Matematikani biladigan odam fan texnikini qila oladi. O uchun siz abstrakt dunyodan bor-ku, apply dunyoga tushish nihoyat oson narsa. Nihoyat oson narsa. U unchalik murakkab narsa. Ammo siz agar matematika qiziqmagan, endi ba'zilar bor-ku, matematika desa, voy akademik ko'z oldiga keldi, bir matematik dars o'tadigan muallim deb. U muallim bo'lish shart emas. Bu hukmlar var, bu matematik bilimler, matematik asta nim oldu. Bu yatlardan esemez. Ben ötken dedim o. Vay ben matematikinin bir qancha kitobni o'qib chiqdim, uning ma formulini bilma, u formulini bilma. Ular ikkinchi o'rin narsa. Yatlashning hojati yo'q o'rin. Hukmni bilib olgandan keyin uni qanday qilib, endi sizning qilgan ishingiz qanday shu hukmlarni qanday amaliy dunyoga ishlatishni o'rganish to'g'ri. Belki subject expertise diyen nesin dedik ki siz fakatla matematik bilenla nim kıldıgan bolsanız siz şu jarayonda eğer siz ma application dünyaya kayıt kirip amaliy işlerini qilishga kıldıgan bolsanız siz özünüz şu özünüz qiziqadigan ma gapni diqqat qilinglar özünüz qiziqadigan bir narsani tanlab qiziqmaydigan narsani haq majburlagan narsaga eng yaxshi qilmagan yaxshi. Shunday javob bering. Rahmat javobingiz. Endi digital image bilan normal rasmning nima farqi bor deydi? Digital image. Onu men bir tordan bir nima ichib qo'yay. Normal resim degan bor qarang. Normal resim mana sizlar hozir meni qarab tursizlar-ku, ma degan normal resim. Ekranga chiqqan. Buning oqidagi nimalar degan hisobni nol bilan birlardan tuzilgan bir xil nima? Jadvaldek narsa bo'ldi. Men taxim yaxshi tushuntirgan bir. Ma resim yaxshiroq tushuntira olish mumkin. Ma yaxshiroq tushuntira olish mumkin demakchi. Ma ashqanni aslatchi masalan. Ama şu artificial intelligence. Bu sualına cevap değil. Hem de deydi o. Bir şeyde. Kanala ben depettim o. Meyada kanala ma resim var. Lincoln'ın resminin tonuğunu oldu. Şimdi dakika. Lincoln'ın resminin tonuğu oldu. Ma o sol taraftaki sel soğan on taraftaki nimeler olgan. On taraftaki alaydan digital data degan şu. Ashlarning hammasi bu yerda sonlar qo'y deyman, sonlar orqali chiqadi. Buni inchiklab yana mang'anlik qanday oldu? 0 bilan 1 bo'lib ketadi. Chunki har qanday sonni 0 bilan 1 orqali ifodalaydi. Rasmning ostidagi yo'l qorong'u nuqtalarni digital data qancha zich o'rnashgan yoki qancha mukammal bo'lgan sirchi image bilan aniq ko'rinadigan bo'ldi. Endi
Rahmat. Yeni bir sual. Millennium Prize Problems hakkında iznini baktınızmı deydi? Ne? Millennium Prize Problem. Belki mukafat bir. Ya onu anlagan, ben onu hesaplap bakan diyen mi davatamda? Ya, iznini baktınızmı deydi? Ya o doğruluk haberim var, lekin iznini bakmagan. İznini baksam. Andın yeni bir suallar o'tayli. Problemni oturg'un yezib qo'ysa, biz qarab boqaylik. Balkim Python program orqali nima qilayotgani bo'ldi. Yeni bir sual. Yeni bir sual. Fourier series. Fourier. Ama bizning aloqa. Fourier series. Ulan Fourier prosesdan degende işletilgan. Tyler series to'xtalib aslında funksiyaga aylantirilgan. Fourier bir ayrım topik, hem o to'g'riliq agar qiziqadigan bo'lsa, buni ayrim so'zlasak bo'ldi. Ham shunaqa u Fourier series degan Tyler series o'xshash, shuningdan bir darajalik kengaytirilgan holda qurilgan bu fizika nimada jiqishlanadi deyman. Biz graduate schoolda o'qigan chog'larda uni jiq o'qigan, lekin shu vaqtlar rost gapirsam, hozir degandek tushunib ketamagan. Ba'zan haqiqatan murakkab. Biz shu vaqtlarda biz o'qigan chog'larda bu nimada deb o'yladik-da, hozir buni o'ylab aytib oddiy, bo'lmaydigan bir tushuncha. Fourier seriesmi degan shu. Nimada ko'p ishlatib deyman, fizikada. Signal prosesdan işletilgan. Bizning aşda bir dersimiz var. Ders aşında öğrengen. Devri signallarni aşda ifadelaydigan periodik mesela. Hem de başka suallar tugab qopti. 2 saat, 2,5 saat, 2 saat 25 minut o'tdi. Ba'zi bilan qisqartirgan uchun xeyli uzun keng tashabbur alishibdi. Başka suallar yok o'xshaydi. Kitobning ismini deb bergan bo'lsin deb men qoldirib qo'yma. Bu kitoblarni men kitoblarni hammasini so'zlab bermay. Buni Google orqali setuvni bo'ldi. Bu lekin nima demoqchi? Bugun chiqib o'zgartirib qo'ymayman. Ya shunda belki teyzi ko'ngillik bo'ldi. Bu bo'lsa deyman. Memalqı musulmon matematiklarniki nimalarini to'plab tatdim ki az qoldi. O'tgan dunyoda dangliq 20 matematiklar deganda chiqadimi? Shuning o'sha bir dunyo ta'sir ko'rsatgan 20 matematik olimlar deb shularni bir qur nim qilay deyman. Eğer qiziqadigan bo'lsa, keyin bir ayrim bu to'g'ri so'zlasak. Bularni kitapning ichida borki, o maxsus bir bobba, andiki boshqa kitaplar bor, to'g'ri tunishtirgan bular. Ajoyib nimalar bor ekan-ku, bu bizning tariximizda ajoyib olimlar o'tgan. Lekin bular men turib o'ylab qolganda ham Uyg'urlardan Mahmud Qashqariya degan kim desa hammasi biladi. Yusuf Qasqajim desa hammasi biladi. Lekin Ibn Sina deymiz, Al-Qaytam deymiz, Al-Tusi deymiz. Mushtaq ismlarni qo'ygandik, ularni nima qilgan, ularni bilmayman. Umar Hayyamni biladi. Ömer Hayyamni shoirlik tarafidan tanıymiz. Matematik tarafini bilmaymiz-da biz. Büyük matematika, muşlarning nimalarni ko'rsatgan muşlarni bu bolalarga ait bir qiziqarli narsa. Çok cho'nglar o'qib shularni bilib qo'ysa, bolalarga hikoya shaklida so'zlab bersa, ait nima mazmunlar. Endi shu sizlar Turkiyadan o'qisanglar, Turkiyada nurg'unlar Talis degan Andikin şu Al-Qaytamni mana shu o'z vaqtida Turkiyaninki deb birisi turk deb yozibdi uni. Aniq bilmadim, men o'zi Iroqda tug'ilgan. Endi u vaqtlardagi Iroqda u mezgillardagi Iroqda asosan bu turklar va turk millatlar kirib shu yerda nima qilib ketgan vaqtda joylashib o'rnashib ketgan.
Belki Türkiye'yle işte Allah'ın tanıştırganı bilen bağlı. Türk ballarning kitaplarida o mazmunlar bor. Uni siz bayon degan Ibn Haysam o Al-Xorazmiy haqidagi mazmunlar bular to'g'ri hali yetarli ma'lumotlar bor. Andiki yana savol bor. Mening savolimda burun yana bir savol so'rabdi. Data science haqida uzoq ma'lumotlar. Oradan ders qilib bera olamsiz debdi. Data science haqida. Ya ben bir sözlügen bu 2 saatte sözlügen bir ketim. Onun da yani onu resmi leksiya süpütüde sözleydiğen bulsak o vaxtda da onu ayrım şu ne kıldığı mesela SQL diyenle sözlügen. Yani umumi yüzlük data tanıştırışını onu data science tanıştırışını onu sözlügen 2 saatlik kılıp. Kızıkılganlar o sözler buluyordu. Mesela programming language Python değil. Python da 1 saatlik leksiya verip hemen Python programına koyalım. Bu emes. Anlat dersen 1 saat. Tabii Python asan tillerden bir soğandaki neymelik işletküçülerime naytızlı öğrenip kedi. Eğer aldığı başka tili öğrenip bakan olsa tekrar yaxşı öğrenip kedi. Mening yana bir savolim. Bayam Descartes to'g'riliq gap qildik-ku, Descartes. Cartesian coordinate systems haqida gap qildik. 1500-yillarninki oxirlarida yashagan odam-ku. Cartesian nima Descartes 1500-yillarning oxirlarida yashagan odam. Descartes nima atama nimadan Google'da qaraya. 1596 yıl doğulup 1596 yıl doğulup 1650. Newton'dan salla baldır. Newton Leibniz'lerden salla baldır. Hem de meniki sorulan sualım. Cartesian koordinat sistemi icat kılınıp uzak ötmeylem ya neçe 10 yıl ötmeylem Newton o kalkulusunu icat kılıp Leibniz'le eşkisi tan degidek. Aşınçalar derecede ilgiriltiydi o. Andikin men aşı basqıçdaki taraqqiyotning sur'atini tezligiga yaranchi. Savolma emas endi bu demakchi o'g'lim. Bu yaxshi savol bu. U mezgilda mendaq ishlar bo'lib ketgancha bu Yevropa va Yevropa degan shu 4-asrdan burun bag'o bir qalaq davrga o'tib ketgan. Ama ben biraz ne kıldım bu 400 yıllarda Germaniyanınki bir padişahı var o Rimni bisip kirip Rimni buzup taşlaydı bu. Buzup taşlagandan keyin shundan keyin şu yana bir şu 260 mı 70 yılı kelganda Rimda andiken bu asli Rim vaqtlar degan ama pen texnikaga nimaga aytib ko'ngil har qanday podshoh bular ko'ngildi bularni yo'latdi ekan. Shundan keyin bu iqtisod hamma narsani ketgandan keyin bu Rim imperiyasi endi bir hisobda yemirlishga boshlandi. Asosan yo'qoldi uninki o'z vaqtida. Xuddi Rim imperiyasiga cho'ng imperiya Osiyogacha Yevropaning yerimini egallab Afrikaga egallab yemirlab bo'lgandan keyin andikin bularda fan texnika butunlay shu xurofiylik paydo bo'lib fan texnik taraqqiy to'xtab qoldi. To'xtab qolgandan keyin andikin qanday bo'ldi degan andikin islom dunyosi ko'tarilib andikin bu Banu Musa deganlar ularni obdan bilsizlar bular Abbasid imperiyasininki. Bular endi fan texnikaga bir ko'ngil bo'ldigan bir xil zo'r iqim paydo bo'ldi-ku. Har qanday odam bir podshoh bo'lgandan keyin uninki boyligidan emas, topgan puldan emas, haqlar uninki qanchalik olimlarni beqiyotganligi, qanchalik ijodiyotlarni qilganligidan faxrlanadigan bir masala. Shuni bilan bas bo'lib, shu necha 100 yil andan keyin bu Banu Musa şu nimalar var qarindoshlar bular degan shu bizning Turkiston rayonidan andikin Yevropadan nimadan shu kechib yurgan nim qolganlarni hammasini Bag'dodga chiqib kelib
u yerda andiki Rim imperiyasidan qolgan Grekcha materiallarni bularni tarjima qilib tarjima qilish jarayonida bular yana o'zini tadqiqotlarni nurg'un tadqiqotlarni yurgizib andiki bu nima qildi shuning bilan bu islom dunyosi dunyoninki fan texnika markaziga aylanib ketdi keyin tariq O'zbekistondagi Ulug'bek kelgan doir shundoq ularni bilsizlar-ku shunday bo'lib ketgandan keyin bu Yevropa degan bir qaloq davrda uni dark age deydi qorong'u davr bo'lib yo'qolib ketgan shuna qanday bo'ldi deganda Yevropa shu vaqtida ko'tirdi shu Fransiya inqilobidan keyin Angliya ular nima qilgandan keyin bular liqindak nima Renaissance deydi-ku ama İtalya'nın uyg'unishi degandek ma'rifatchilik harakati shu chog'da san'at ma'rifat fan texnika hamma narsa qilgan bularni arabdagi xaliflarga o'xshashku saynislarni boqadigan hurmatlaydigan u vaqtdagi matematik masalan Gausslar borku Gausslar deganlar o'zining ichida ularga aytib boy o'rnining ichida aytib hurmat shunga hammadan mushlar o'xshash bo'saq dedi hozir emas hozirmi bilimli odamlar hurmat qildi o'z vaqtida degan qaysi boy bo'lsa qaysi zo'ravon bo'lsa shuni u Yevropada ishtaq bo'lib ketganda ishtaq lekin mana islom dunyosi tarafda biroz keyniga tojishga boshladi vaqt uning jiq sabablar bor bu yerda to'g'ri to'xtalmaydi shuning bilan Yevropa haliqimdek bir trendi deydi-ku yaqin bo'lib ketgan hamma shuni bilan shular bir mezgil shu 200 yil ichida shu oqidan işte olimlar bir-birsidan besib Abay degan ismlar borku mana bu yerda turibdi Abay degan ismlar shu mana Napier deydi Napier deymiz logaritmni John Napier mi? Andiki Descartes, Pascal deydilar. Muşlar hammasi 100 yil ichida bo'lganlar. Ammo bir muhim narsa nima deganda-ku, hozir biz ishlatayotgan fan texnikaning asoslari-ku sapti asosan shular. Abay biz bir o'tkazgan matematik tarmoqlar bor, shular qaraydigan bo'lsa, hammasi ashlardan qolgan. Yangi nazariyalar bor, afsus nihoyatda oz. Yenidan chiqayotgan nazariyalar. Ham Newton'ni aldimiz, keyin Einstein'ni aldimiz. Bular mezgilde bir kötülüş oldu. Lekin undaq ağladak bu bir çoğun kötülüş. Newton bilen nimeniki. Onun da başkalar ançı nimen. Onun da başkalar. Lekin Newton bilen Einstein'la özdürümücü o büyük Gigantan mürsüde septoğallığın degen gep var mı? Deydi-ku. Şular da nim oldu. Şunun için ma asaslar neydi? Mühim. Demek ki asaslar neydi? Ne yaxshi. Keyingi bir sualim bor, o sualim javob chiqib ketganda ko'p qoldi. Chunki sual nima desa Fransiyada shu vaqtlarda Pascal, Fourier, Fermat degandek-ku. Laplace mislan. Laplace qilib japasagan ay vaqtma. O'sha odamlar Shu odamlar Fransiyadan behchiq matematik chiqib ketgan o'sha vaqtlarda 1600-1700-yillardan keyin. Nimadir chiq, yama matematikchilar chiqib qolgan demoqchidim Fransiyadan. Ular shu ABQ shuni berdim ular javob berib bo'lgan. Hozir biz islom dunyosida bor-ku, men shuni qarayman. Ashtaq bir basbas nim qilgan narsa chiqmayapti, chiqadigan bo'lsa shunday bo'lib ketadi. Mesela Türkiye'de şunu kıvatıdı Türkiye'den olimlar çıkıvatıdı. Lekin boshqa yerlarda qanday boshqalar yo'q. Boshqalar chiqmaydi. Chunki ularda nima bor deganday to'xta. Mavu mesela Joe Biden ma'lum qilgan men nima uchun shuni qilmayman deydigan nimalar yo'q hozir. Balki basishdigan narsa boshqa tiqib shakllanmadi. Bu islom dunyosida shuni qattiq har yili muzokara qildigan-ku anglsam ashadi. Biz nima uchun mushta keyinda qoldik? O'z vaqtida mandaqdoq, andaq nima uchun hozir chiqadi? Bu hozirgacha bu shu shakllanmagan. Ashta bir iqlim, trendi deydi, ashta bir iqlim
Jihnaslar özügiden bulup ketedi. Çünkü aşkına. Ha. Xudo bizning Uyg'urlarni oldimizda Amerikada degan men Turkiyada shunday qiling Amerikada degan Uyg'urlar programma tester programming degan var 20-30 yıldan burun degan ayti yuqori tuzib bir program tuzish degan ayti yuqori hozir degan har qanday odam tuzaladigan darajaga keldi. Mush Uyg'ur bolalar 5-6 ay o'qibdi degan xeyli obdan ishlarni topa oladigan. Bu trendining o'zi, trendidan shunday narsa. Bu nimada? Bu yaxshi ish, bu yaxshi ish. Hozir shunday bir yakın bir şekillense o mesela Hindistan'da mı şu? Hindistan'da hazır mesela ben işlevotgan şirket Hindistanlıkların ait köp. Bularning şu 20-30 yıl ichida nimaga database qurish var, database qurishga shundoq nima bo'lib ketibdi. Boshlang'ich maktablardan tortib bularga program tuzishni o'rgatganda shuning bilan bular hozir degan Amerikaning nurg'un shirkatlarida shu fan texnik sohalar bularni aytdi jiq. Bular ko'p ishlaydi. Google'ning Adobe'ning nimniki aloqa Google Adobe degan shirkatlarniki CEO'lari Microsoft'niki CEO Samsung'ga Satya Nadella Sundar Pichai deganlar. Bo'ldi. Biz bekçek paranlaşatdıkmı? Ya, juda yo'q. Menda gap yo'q. Demilishingizmi yo'q tutgandek. Demilish degan mushu o'zimiz bildigan narsalarni paranlaşat. Bir stakan suv ichmay turib udan. Rahmat ukam, toza yaxshi. Shunchalik vaqt chiqarib shunga ko'ngil bo'lishning o'zi. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Suallarga yo'l biletdan agar unda uddul suallar. Hozircha mushunchalik, qolgan savollarni kiptolik javob chiqib qolgan savollar ekan. Obdanim qildik. Obdani tanishtirib sizlar qilamiz. Yani tabii paranlaştık yaxshi. Amsa sizni mushunchalik xabar qilaylik. Rahmat. Saat 40 minut paranlaştık. Saat 40 minut. Türkiye'de saat 12. Hozir ko'rayotganlar va hozircha menga ayrim uchar qilyapti. Toplab savollarni qarab chiqib. Ma'qul. Endi abayqira savollarga degandek javob beradigan bo'lsam, nima qilamiz? Yo'q, javoblarni murakkab savollar. Savollarni yaxshi javob berdingiz. Endi mushada sizni rahmat. O'quvchilar rahmat, xo'sh amsa. Hammalarga ko'rpagan hammalarga rahmat amsa. Keyingi san ko'rishaylik amsa. Sizga rahmat. Allohga emanet. Allohga emanet. Xo'sh.